Assalamu alaykum, Müslüman Tor bekitimizning aziz ishtirokchilari, qadrli ko'ruvchilar. Sirdoshlar ko'ziga programmamizni ko'rishingizni qarshi olamiz. Programmamizning 4-son orqali yana sizlar bilan yuz ko'rish fursatiga ega bo'lganligimdan intayin xursandman. Qadrli ko'ruvchilar, biz bu son programmamizda erlishunoslik kasbi bo'yicha ko'zga ko'ringan mutaxassis, Şinjandagi ko'zga ko'ringan 10 munavvar yoshning biri. Shundaqla Abnam rayonimizdagi Bo'g'di doktorxonasining qurg'uvchisi ham boshqaruvchisi Erkin Hashim bilan izlanish va hayot temasida suhbatlashmoqchimiz. O'rganganni ishiltish haqida o'ylashimiz kerak. Hech qachon urush qatnashib boqmagan generalni general degan olmaydi. Masalan, men oldin bir yigit kelganda, dаңлық bir oliy maktabning dаңлық kasbini bitiribdi. Ish izlaydigan ish dedi. Mening qo'limdan keldi danga. Desam, "Meni olamsiz?" deb olmaymiz. Jamiyat intayin cho'ng bir kompyuter o'xshaydi. Hayotni loyilab yashash bilan loyilmay yashashning natijasi intayin zo'r darahmaqli. Ish izlashning o'zini bizga nisbatan bir chiniqish. O'rganish umrlik ish. Ammo ma'rifning o'zi tarbiyalashning to'xtaydigan vaqt bo'lish kerak. Tugaydigan vaqt bo'lish kerak. Va men bago sizga yordamlashib bago doktorxonasining 6 doktorxonasini 16 ga aylantirib, ondash do'stlarga bergan maslahat nima desa, biz ish qilishning darsligidir. Markaning naqadar qadr qimmatli narsa ekanligini bilishimiz kerak. Bildan iborat hozirgi dunyoda intayin mashhur kompyuter shirkatining maydonga keldi. Misranim to'g'ri. Bunga yaxshi. Misranim degan bir silliq, misran qilish deymiz. Bizning o'xshaydigan bir tomchi ta'rim bo'lsa-mu, bo'g'da deb atalgan shu daraxtning tuyiga o'xtiradi. Eng zo'r qimmat nima desa, uning xaridorlar qalbidan o'rin olgan Allohlar. Mo'jiza qilgan bu dunyo har bir odamga o'zining aqli yetmagan darajada mo'jizalarni ato qilish mumkin. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlanchingiz Misronim Tor bekiti. Misronim. Bu temadagi suhbatga qiziqsanglar, diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Erkin Hashim Şinjang Bo'g'di doktorxonasining qurg'uvchisi va boshqaruvchisi. Erlishunoslik kasbi bo'yicha ko'zga ko'ringan mutaxassis. U hozir Şinjang Bo'g'di doktorxonasining lideri. Jung'wa erlar kasalliklari ilmiy jamiyatining Şinjangdagi fuqaroviy doktorxonalar ichidagi birdan-bir hay'ati. Mamlakatlik jinsiyat tibbiy ilm jamiyatining doimiy hay'ati. Jungu doktorxona jamiyati xususiy doktorxona sho'ba jamiyatining doimiy hay'ati. Şinjang xususiy doktorxona boshqarish jamiyatining muavin boshlig'i. Şinjang tibbiy ilm jamiyati erlar kasalliklari sho'ba ilmiy jamiyatining doimiy a'zosi. Urumchi shahri Tianshan rayonlik siyosiy kengashining a'zosi. Urumchi shahri Tianshan rayonlik tibbiy ilm jamiyatining muavin boshlig'i. Erkin Hashim 1991-yili Beijing tibbiy universitetining kelinki kasbini a'lo natija bilan bitirib, Şinjang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq doktorxonasiga xizmatga taqsim qilingan. 90-yillarning boshlarida Şinjang tibbiy ilm sohasida erlar kasalliklari ilmiy deg'i amdili boshlangan bo'lib, bu sohada maxsus tibbiy xodimlar kamchili bo'lib qolmay, yana jamiyat e'tirof qilgudek nufuzli erlar kasalliklarini davolash organi texi qurilmagan edi. Erkin Hashim bu ahvollarni astoydil kuzatib va his qilib 1997-yili xizmatidan iste'fo berib, o'z oldiga bir doktorxona qurishga bel bog'lab, o'zining mustaqil iyilik yaratish orzusini reallikka aylantirish tunji qadamini muvaffaqiyatli bosdi. Şinjang Bo'g'di doktorxonasining bosh shtabi Urumchida ta'sis qilingan bo'lib, Urumchini markaz qilgan holda ko'piy sistemasidagi ilmiy tadqiqot va davolashni asos qilib, Aqsu, Qashqar, Xotan, Qucha, Yakin qatorliq joylarga bo'g'dining urug'larini chashdi. Erkin Hashim 2004-yili 10-oyda 6-qatimliq Şinjang bo'yicha ko'zga ko'ringan 10 munavvar yosh va avtonom rayon bo'yicha 100 igilik tiklash cho'lpini nomiga erishdi. 2006-yili 10-oyda Changjiang Soda universitetini bitirib, boshqarish ilmi bo'yicha magistrlik unvoniga erishdi. 2009-yili 5-oyda Urumchi shahri Tianshan rayonlik tunji navbatlik 10 munavvar yosh igilik tiklaguvchi cho'lpon sharafiga erishdi. Erkin Hashimning jinsiyat va ruhiyat, erlik sog'lomlikning kafolati, bozor iqtisodiy va hozirgi zamon doktorxona boshqarish qatorliq kitoblari nashrdan chiqib, keng o'qirmanlarning va og'riqlarning qalb sahnasidan yuqori o'rin oldi. O'rganish va istiqbol, jinsiyatning sirliq niqobini echish, erlishunoslik ilmiy to'g'risida qatorliq ilmiy dokladlari qizg'in qarshilashga erishib, doklad anglaganlar 100 ming odam qitimdan eshib, nurg'un yoshlarning qalb tarisini chekdi. Erkin Hashim qalbiga go'zal g'oyalarni bukib, o'zining o'tliq istaklari va ishtahatliq tirishchanligi orqali nurg'un yoshlarga ulgu bo'lyapti.
u o'zining borlig'ini jamiyatga, kasbga va Şinjangdagi har millat xalq omasining sog'lomlik ishlariga beg'ishlab, tavranmas bir obidani tikladi. Uning yoshligi go'zallik va taqdim qilish bilan to'lgan haqiqiy ma'nodagi yoshlik bo'lib, bu yoshlik texmi go'zal va yorqin nurlarni chashqusi. Assalomu alaykum Erkinjon aka. Va alaykum assalom. Oldin sizga qimmatli vaqtingizni ajratib programmamizga qatnashib berganingiz uchun Misranim to'g'ri guruhidagi barliq a'zolar nomidan chin ko'ngildan rahmat aytaman. Rahmat. Sizga rahmat. Misranim to'g'ridagi qarindoshlarningki shunday bir sharoitni yaratib berganligiga, shunday bir fursatda Misranim to'g'ridoshlar bilan hayot masalalari haqida so'zlash fursatiga erishganligimdan aytdim xursandman. Hammaga rahmat. Siz davrimizdagi erlishunoslik kasbi bo'yicha ko'z ko'ringan mutaxassis, shundaqla Bog'da doktorxonasidan iborat yuqori texnikalik mulozimat korxonasining boshqaruvchisi va qurg'uvchisi bo'lib sifatingiz bilan Şinjangdagi 10 munavvar yosh bo'lib baholanib keldingiz. Shundaqla yoshlar orasida o'zining izdanish ro'yi orqali utuq qozonuvchi deb ta'riflanib kelyapsiz. Undaq bo'lsa Erkinjon aka, sizningcha shu utuqli hayotga erishish uchun eng muhimi qaysi omil deb qaraysiz? Avvalan maqtovingizga rahmat. Men o'zimni texnik utuq qozondim deb qarmayman. Zamanninki yurtdoshlarning talabidan texjiroq. Azdir ko'p turib utuq qozondik degan taqdirdimi, biz doğruluqlar bir guruh odamning o'rtaq tirishchiligimizning natijasi. Ammo mayli qanday qilishdan qat'iy nazar, hozirgi maktablarda o'qiyotgan yoki maktab bitgan bolalar qarg'a vaqtda biz biroz ko'proq ishlarni ko'rdik. Biz shu davrdan kelgan, shuning uchun do'stlar bilan bu tarafdagi ba'zi bir xiyollarimiz, ta'sirotlarimizni fikr almashtirishni xohlaymiz. Hozir davr o'zgaryapti. Biz burun o'tgan davrlar 5 yil, 10 yil yaqin burungi davrlar bilan hozirgi davr o'xshamaydi. Shuning uchun bizning deganlarimiz yoki bizning ko'rsatgan atalmish maslahat, aqllarimiz hozirgi zamonga cho'qim to'g'ri kelishini atayin. Ammo odamlarningki intayin muhim bir alayidligi keyingilar oldingilarningki izini besib, ortiqlar bo'lsa joriy qildirib, qamiyalar bo'lsa tuzitib, amal qisqa vaqtda ko'proq utuq qozonish odamzodningki bir o'rtaq alayidligi. Shuning uchun biz ba'zi bir ko'z qarashlarimizni bundan fikrlasak, siz boyda o'tgandek, agar bir odam utuq qozonman deydi ekan, mening ko'z qarashimda oldi bilan shu bir tarixiy davr intayin muhim. Masalan, burungi vaqtda shaxsiylarningki yüzünü ve ko'z tushiga cheklanadigan, masalan, planning davrlarda qancha tirishgan bilanmi kishilarningki utuq qozonish fursati teran bo'ldi. Islohot etib o'tishdan keyin hozirgi bo'lib bozorlashgan, xalqaro yuzlangan shunday bir davrda nurg'un yoshlar, nurg'un bizningki kishilarimiz amaliyotda utuq qozonish imkoniyatiga ega bo'lgan bir davrda yashayapti. Shuning uchun amaliyotda nurg'un yoshlarimiz, nurg'un kishilarningki utuq qozonish qiyinligi imkoniyati bor. Shuning uchun menimcha birinchi davr intayin muhim. Ikkinchi bir tarafdan aytgan vaqtda har bir odam o'zi tug'ilgan oila, o'zi yashagan muhit, o'zi yashagan rayon, o'zininki tug'um alayligiga qarab ba'zi bir atalmish obyektiv ortiqchiliklarga ega bo'ldi. Shuning uchun shu ortiqchiliklarni amalning barcha yaxshi joriy qildirish kerak. Faqat o'zida unday imkoniyat bo'lmagan ahvol ostida uni joriy qildirmaylik, qilinishni imkoniyati yo'q. Uchinchi bir tarafdan intayin muhim masala hammamizga ma'lumki, izdanish ro'yi, tirishchilik. Tirishsang topasan deymiz. Tirishgan odamlar, tirishmagan odamlar qaragan odamning aqliyati degan darajada yaxshi utuqlar qozona oladi. Buning ichida eng muhim narsa tirish deganimiz nima desa, o'rganish deganlik. Biz bu dunyoga kelgandan keyin amaliyotda hamma narsani o'rganadigan gap. O'rganish odamning hayotida utuq qozonishdagi eng muhim hal qiluvchi omil deb qarayman. Erkinjon aka deganingizdek, haqiqatan o'rganish intayin muhim. Hozir bugungi uchur davrimizda biz yoshlarga nisbatan o'rganish intayin muhim bo'ladi. O'rganishadigan bilimlarmi nihoyatda ko'p. Atrofimizga qaragan bo'lsak, nurg'ulg'an yoshlarimiz o'zining yo'lini tepib, tirishayotganlar, utuq qozonayotganlar nurg'ulg'an. Lekin ba'zi yoshlarimiz o'rganadigan bu masalalarning ko'pligidan qanday o'rganish, qanday tanlab o'rganish, qaysi yo'ldan o'rganishni bilmay tengirqab qolayotgan yoshlarimiz intayin ko'p. Undaq bo'lsa, siz shu o'rganish usuli, yo'l to'g'risida turdoshlarimizga qisqacha tushuncha berasiz. Bo'ladi. Savolni so'rayolganligingizning o'zida sizningki o'rganish haqida tegishli o'ylanishli bo'lganligingizni tushuntirdi. Bunda deyishimdagi sabab, men zamondoshlar bilan fikr almashtirish jarayonida xeyli jiqilgan cho'ng ziyonlar orasidami
amaliyotda o'rganishning o'zi haqida o'ylanmaganlarning ko'pligini his qildim. Biz burungi vaqtlarda o'rganish intayin muhim, masalan bizdan burungi cho'ngman desak, o'rganish intayin muhim deydigan bir tarbiyada cho'ng bo'lgan. Keyingi vaqtda islohot etishdan keyin bir qism jiq o'rganmagan, bilimi ko'p bo'lmagan kishilarmi iqtisod, siyosat va boshqa sohalarda futuq qazinib cho'ng natijani qo'lga keltirganligi uchun bilim asqatmaydi. Ya'ni o'rganganning nimaga foydasi bor deb o'rganishni tashib etadigan bundaq bir ijtimoiy iqimni o'ttirib chiqdi. Shuning uchun biz bugungi kunda menimcha yoshlar orasida o'rganishning o'zi haqida o'ylanishni biz o'ttirib chiqarishimiz va har bir odam o'rganishning o'zi haqida astoydil o'ylanish kerak. Men yaqinqi bir necha yildan buyon xalqaroliq shu Yumloq Jo'za Ma'rif fondi jamiyati deb bir tarbiyalash o'rnida o'rganish qilyapman. Bularda bir muhim tushuncha nima desa, o'rganish umrlik ish. Ammo ma'rifning o'zi tarbiyalashning to'xtaydigan vaqt bo'lishi kerak, tugaydigan vaqt bo'lishi kerak deydigan bir ko'z qarashi bor ekan. Ya'ni har bir odamga biz qanday o'rganishning amalini o'rgatib qo'ygan vaqtimizda ma'rif shu vaqtda oxirlashadi. Shu vaqtda bu odam o'z oldiga tayinib mang'alaydi deb qaraydi ekan. Endi o'rganish haqida nimalarni o'ylaymiz, nimalarni deyishlaymiz degan deyishlik gapni aytmoqim. Buning ichidagi eng muhim bir necha masala meningcha bundaq. Birinchi muhim masala nima desa, biz nima ish qilganmiz? O'rganmasak ham bo'ladi. Bu savolning kelib chiqish manbasi nima desa, o'rganish asqatmaydi degan savolga javob berish uchun. Albatta, bizning jamiyatimizda nayt nurg'un o'rgangan, intayin bilimli odamlar ichida turmush saviyasi toza yetarli emas, kishilarning hurmatiga toza zarar bo'lib qolmayotgan bundaq kishilarni oz emas. Nurg'un professor, nurg'un bilimli odamlar ichida. Ancha ko'p o'rganmaganlar ichidami nurg'un zo'r utuqlarni qozonganlar bor. Shuning uchun ba'zi yoshlar orasida o'rganganning nimaga foydasi bor, o'rganishning kimga foydasi bor deb qaraydigan bundaq bir ko'z qarash iqimmi oz emas. Menimcha o'rganish, bilim amaliyotda hamma odamga lozim. Men o'rta maktab, oliy maktablarda leksiya so'zlagan vaqtda shu yosh do'stlarga shunday bir savolni qo'ydim. Biz oldi bilan o'rganishning kimga foydasi yo'q, o'rganishning kimga yordami yo'q degan savolga javob berishimiz kerak. Amaliyotda biz onamizning qo'shrog'iga tushgandan tortib hamma narsani o'rganamiz. Bizga aqlishni o'rgangan, yo'l minishni o'rgangan, kiyim kiyib-kechak kiyishni o'rgangan, tomoq yeyishni o'rgangan, uxlashni o'rgangan, hatto kishilar bilan har xil usulda muomala qilishni o'rgangan, urush talash qilishni o'rgangan. Bizning o'rgangan hech qanday narsamiz yo'q. Buning ichida ba'zi kishilar jamiyatniki biroz yuqori qatlamda yashaydi. Yuqori saviyalik, yuqori tarafda yashaydi. Ba'zi kishilar biroz to'lan qatlamda turmush qiyinchiligiga holatda yashaydi. Shunda bo'lganda eng to'lan qatlamda yashaydigan odamlar menimcha divonimikin deyman, tilamchi. Ammo tilamchilarga amaliyotda tegishli bilim lozim. Nada turib, qanday shaklda, kimlardan tilisa yaxshiroq hadiyaga erishgan bo'lganligini ba'zilar biladi, ba'zilar bilmaydi. Tilamchiga lozimkan, dehqonga lozimmi? Albatta lozim. Hozir nurg'un zamonaviy terixchilik qiladigan dehqonlar bor. Biz yezlarda ancha-muncha aylangan vaqt ko'rdik. Ba'zi etizlar yaqin. Bu yoqdagi etizning ziroati shunday o'xshab ketgan. Uning yendikisi o'xshamagan. Sababi nima desa, bu yoqdagisi ilmiy terixchilik qildi. Bu yoqdagisi uni qilishni bilmaydi. Barliq kishilarga amaliyotda bilim lozim. Oliy maktabni bitirib, dehqonchilik qilgan, molchilik qilgan va boshqa nurg'un odatli kishilar bilim asqatmaydi deb qarg'an sohalarda o'z kuchini ko'rsatgan odamlar bor. Masalan, men Janubiy Shinjonga ba'zan da'vatsam bo'laman. Janubiy Shinjonga uzib qo'ygan yer bo'lsa, sizga uzib qo'ysangiz bo'ladi, uzib qo'ysangiz men o'zim aqtavergan. Janubiy Shinjonga borgan vaqtimizda bir yigitni ko'rdimda men. Bu yigit shu oliy maktab bitirib yezida Avrupa so'rat azroq pul topgandan keyin agronom akashlardan uzum o'stirishning texnikasini o'rganib, nayt qimmat pullik Amerikadan import qilingan bir xil uzumni yezig'i tikib qalbi qazanibdi. Bu yigit qisqa vaqtda yerda 100 ming qo'y pul topadigan shunday bir atalmish dehqonchilik korxonasini barpo qildi. Demak, bu bilimli dehqon. Bilimli dehqondan qo'ldan
nurgun iş keladi degan gap. Mening bilishimcha, Urumchidimi shu o'rmonchilik, nurgun sohalarda o'zining bilimiga tayanib natija qozongan odamlar bor. Shuning uchun amaliyotda bilim har qanday odamga lozim. Amaliyotda o'rganish yolg'iz maktabda bo'ladigan ish emas. Masalan, hozir shu yaqinda oliy maktab imtihoni oxirlashdi. Ba'zi bolalar balkim oliy maktabga kirish o'ttirib bitirib oliy maktabga kirish imtihoni oxirlashdi. Ba'zilar balkim imtihondan keyin o'rganishimiz oxirlashdi deb qaragan bo'lishi mumkin. Bunday emas. Bilim yolg'iz maktabda bor emas. O'rganish jamiyatning hamma bo'limish qahdirda. Hayotimizning hamma taraflariga singgan bo'ldi. Ba'zilar tiz holatda o'rganadi. Masalan, kishilar bilan muomala qilish, har xil ayyansiz qobiliyatlar. Ba'zilarning o'rganish sur'ati ost bo'ldi. Tiz o'rgangan, tiz ilgirligan odamlarning qobiliyati yaxshi bo'ldi. Bunday odamlarningki turmush holati davrga qo'shgan to'kpisimi chungroq bo'ldi. Shuning uchun o'rganish masalasida biz oldi bilan o'rganmasam bo'lamdi degan savolni qo'yib, uni rad qilishimiz kerak. Ya'ni o'rganish har birimizga lozim. Ham o'rganish mangulik deyman. Biz qanchalik yashaysak, tinigimiz tugab ketguncha amaliyotda biz o'rganish ichida yashaymiz. Endi bu bir muhim savolga javob berib qo'ygandan keyin, o'rganish kimga sifatida o'rganishning nimaga lozim bor degan bir savolga javob berib qo'ygandan keyin biz ikkinchi bo'lib, biz nimalarni o'rganishimiz kerak? Unda o'z o'rganish shunchalik muhimki, unda biz bu hayotimizni nimalarni o'rganamiz degan savolga javob berishimiz kerak. Hayotni dedim biz hamma narsani o'rganganda, ham buning ichida har bir yosh bolaga nisbatan aytganda, balliq vaqtidan tortib jiddiy qarashga tegishli, o'rganishga tegishli narsalar bor. Oldi bilan biz o'rganadigan intayin muhim narsa nima desa, biz sog'lomlikni o'rganishimiz kerak. Men doim maktablarda shu gapni degan vaqtimda yosh do'stlar kulib ketdi. Sog'lomlikni o'rganib oladigan narsa deb amaliyotda o'rganib oladigan narsa. Ya'ni olimlarning tadqiq qilishicha, inson sog'lomligining mutlaq ko'p qismi uningdagi to'g'ri yashash usulidan kelgan. Biz to'g'ri bo'lgan yashash usulini egallagan vaqtimizda sog'lom holda uzun umr ko'rishni o'rganamiz. Shuning uchun sog'lomlik odam uchun aytganda eng cho'ng boylik. Biz oldindan sog'lomlikni o'rganishimiz kerak. Albatta sog'lomlik yolg'iz jismoniy sog'lomlik emas. Yana bizdagi psixik sog'lomligini intayin. G'arb davlatlarida taraqqiy qilgan allarda boshlang'ich maktabdan tortib to'liq o'rta oliy maktablarda yoshlarniki, o'quvchilarniki shu psixik jihatdagi sog'lomligi intayin zo'r e'tibor qilinadi. Ularda bir xil haqqoniyat tuyg'usi, bir xil hamkorlik ro'yi, bir xil botirlik, bir xil kuyimchanlik, bir xil minnatdorlik tuyg'usi, qatorliq o'ziga o'zi ega bo'lish, mas'ul bo'lish, mas'uliyatchanlik qatorliq tuyg'ularni yetildirishga alohida e'tibor bergan. Bizning hozirgi imtihon umurini asos qilgan ma'rifat sistemimizda bu xil mexanizm texnikligi yo'q, ammo menimcha har bir odam qutuq qazinaman deydi ekan, kelgusida bu xil psixik safa, yuzidagi bu xil psixik holat intayin muhim. Bizda ana shunday psixik safa bo'lgan vaqtda biz kishilar bilan hamkorlasha olamiz. Hamkorlik bo'lganda anandan keyin ba'zi ishlar o'zlik chiqarib bo'ladi. Bu menimcha o'rganishdagi birinchi muhim masala. O'rganishdagi ikkinchi biz o'rganadigan muhim masala nima desa, biz kishilar bilan muomala qilishni o'rganishimiz kerak. Odam ijtimoiylashgan maxluq. Biz yolg'iz yashamaymiz, yakkiligani. Biz kishilar bilan yashaymiz. Odamlar bilan yashagan ekanmiz, bizda cho'qim kishilar bilan qanday usulda muomala qiladigan bir alohidlik qilish kerak. Hozirgi yoshlarimizni men ko'rsam, bu xil alohidlik to'g'ri yetarli emas. Bizning burun ko'chirmada bu xil alohidlik yaxshi edi. Biz o'zaro bir-birimizga yo'l qo'yadigan, hamkorlashib, ma'lum bir ishlarni vujudga chiqara oladigan hamkorlik ro'yini o'rganishimiz kerak. Bu xil ijtimoiy aloqa qilish iqtidorimi uzoq mezgillik chiniqish orqali ondan ishga oshadigan masala. Uchinchi o'rganishga tegishli narsa nima desa, insonning til qobiliyati yoki aloqa qilish jarayonidagi bir xil o'zini tushundirish va boshqalarni tiz orqali tushunish qobiliyati. Masalan, biz Uyg'ur yoshlarga nisbatan aytganda, ona tilimizni to'liq o'rganishimiz, barliq terminlarni lozim bo'lganda chiqib ishlatadigan bo'lishimiz kerak. Davlat tili bo'lgan xanzu tilini o'rganishimiz kerak, ingliz tilini o'rganishimiz kerak. Til o'rganishning eng yaxshi fursati yoshlik vaqti. Yosh qancha kichik bo'lsa, til o'rganishga ketadigan jabba, oquzgan qanday shuncha oz bo'ldi. Shuning uchun biz yosh vaqtimizda amalda tilga ko'proq kuch chiqarishni bilishimiz kerak. O'rganishga tegishli to'rtinchi muhim masala nima desa,
odatdagi bir ziyoli, odatdagi bir hozirgi zamon odam bo'lish bu odamda zarur bo'lgan ba'zi bir asosiy safolar. Masalan, to'liq o'ttirni bitgacha o'tiladigan adabiyot, matematika, ximiya, fizika, tarix, coğrafiya va shunga o'xshaydigan shu ilmiy sistemini biz mayli to'liq maktabda o'qiy olmaylik yoki o'qiy olmaylik. Biz bularni egallashimiz kerak. Bular hozirgi zamon odam bo'lishdagi eng muhim shartlar bo'lib hisoblanadi. O'rganishdagi 5-chi muhim o'rganadigan narsa nima desa, hozirgi zamonda kerak bo'lgan qoral xarakterlik tildan boshqa, masalan, kompyuter, zuriyatlarni mashina haydash deganga o'xshash hozirgi zamon zamonaviy yashash usullarini o'rganishimiz kerak. Eng muhim narsa nima desa, biz ma'lum bir xil yashash qobiliyatimiz yoki ma'lum bir xil kasbiy aloyidlikni o'rganishimiz kerak. Bundan keyin barliq odamlar ijtimoiylashgan jamiyatda o'zining tegishli kasbiy ortiqchiligi orqali bir odam hamma ishni qilmaydi. Biz bir cho'ng ishning ma'lum bir bo'lagini tamomlaymiz. Shuning uchun shu tamomlash bilan shu konkret ishda biz o'zimizningki ortiqchiligini to'xil bilim, ko'proq oliy maktab yoki oliy maktabdan keyingi o'rganish jarayonida va yoki xizmat ishlash jarayonida uningdagi yetiladigan bir xil aloyidlik. Shuning uchun o'rganish masalasida biz mana shundoq mazmunlarga alohida ko'ngil bo'lishimiz kerak. Endi o'rganish haqida nimalarni o'rganamiz degan gapni tushunib bo'lgandan keyin qanday o'rganish kerak yoki qanday qilganda yaxshi o'rgangan bo'ldi deydigan bir savol kelib chiqdi. Endi bunda bizningki nurg'un kishilarimiz qancha bir qantara qilsa, qancha jafo cheksa, shuncha bilgan bo'ldi deb qaraydi. Amniyat undaq emas. Biz xuddi boshqa barliq ishlarga o'xshash o'rganishda bir xil usul, bir xil undiga diqqat qilishimiz kerak. Menimki bilishimcha o'rganishga nisbatan aytgan vaqtda intayin muhim bir harakatlantirish kuch nima desa, o'rganishga bo'lgan ichimizdan chiqqan bir xil kuyinish, bir xil qiziqish yoki o'rganishning o'zidan rohat qilish. Bizning nurg'un yoshlarimiz o'rganishni peshog'raydi. O'rganishni bir xil jafoliq, bir xil qiyinchilik deb qaraydi. Amaliyotda undaq emas. Amaliyotda o'rganish jarayonining o'zidan rohat oladigan nurg'un kishilar bor. Bizningki nurg'un kishilarimiz deydi, odam o'rganish natijasi yaxshi bo'lganda, masalan, maktablarda o'qiyotgan vaqtimiz deylik, o'rganish natijasi yaxshi bo'lganda, o'rganish natijasi yaxshi bo'lgan bolalar o'rganishga qiziqadi deb. Amaliyotda men doim bunday deyman. Biz o'rganish natijamizni yaxshi qila olgan vaqtimizda ondan o'rganishga bo'lgan bir xil qiziqishimiz shakllanadi. Bizningki shu arlashmaslikda bir cho'ng olim darajalik bir kishi bor, Pansuning deb. Bu kishining yozgan bir kitobida bunday bir jumla gap doim esimdan chiqmaydi. Buningda o'rganishga bo'lgan qiziqish faqat o'rganishning o'zi tarafidan qo'zg'atildi. Jahillik, bilimsizlik odamni jaholat qorong'uligiga boshlab bordi deb yozgan. Ya'ni o'rgangiz kelib turadigan. Ajab chiqmas bilmadim, chiqgansan bo'ldi, tirishsan bo'ldi deydiganlarning ko'pinchisi bilimli odamlar. Yoki bilim bo'lgan vaqtda ondan odamda bir xil o'rganishga bo'lgan havas shakllandi. Qancha bilimsiz qolgan odam o'rganishni beparvo qaraydi. Shuning uchun biz ancha qiynalmay ma'lum mezgil ichida jafoni yengib biroz bilim sohasida ilgari olgan vaqtimizda o'rganishga tabiiy holda kirishib ketalaymiz. Xuddi televizor qo'ygan, kompyuter o'ynagan yoki dars o'ynagan yosh bolalar ko'nglashganga o'xshash o'rganishning o'zidan rohat oladigan bir xil tuyg'u shakllandi. Barliq shuni bilish kerakki, bugungi dunyoda barliq ilg'or millatlar dunyoda oldin qadar ketayotgan, masalan, nemislar deymiz, yaponlar deymiz, inglizlar deymiz, fransuzlar deymiz. Shunga o'xshagan barliq zamonning oldida ketayotgan millatlarning hammasida ana shunday kuchli bir ijtimoiy omil mavjud. Biz nurg'un yerlarga bordik. Nurg'un shu taraqqiy topgan ellarda mayli siz tramvayda bo'ling, avtobusda bo'ling, yo'l yoqasida bo'ling, kishilarning to'xtamay ketib kitob ko'rganligini. Masalan, aeroplan uchayotganda bo'lsin, to'xtamay taraqqiy qilgan ellarda kitob ko'rayotgan odamlarni ko'ramiz. O'rganish qilayotgan odamlarni ko'ramiz. Qaloq shutlarda taraqqiy qilmagan yerlarda o'rganish ro'yining naqadar tavan ekanligini ko'ramiz. Shuning uchun o'rganish ro'yining bo'lish bo'lmasligi, o'rganishga bo'lgan bu xil intilish, bu xil qon qizib turadigan bu xil qizg'inlikning bo'lish bo'lmasligi millatning uzun yillik taraqqiyot tarixida sal qarab bo'lmaydigan muhim bir harakatlarni kuch bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun biz har bir yoshda, har bir odamda o'rganishga bo'lgan ana shunday bir xil qizg'inlikni bo'lishini umid qilamiz. Bu
xil qizg'inlik bizningki mayli qanday usulni gunayliq. Amal ba qisqa vaqtda, amal ba azroq amgak singdirib, amal ba yetarlik qisqa yetarlik vaqtning ichida chiqroq o'rganish natijasiga erishishimizda sal qarab olmaydigan muhim omil deb hisoblanadi. O'rganish haqidagi eng oxirgi bir muhim masala nima desa, o'rganishning tut maqsadi. Amaliyotni o'rganishning hamma odamga lozimligini deb o'tdik. Amaliyotni o'rganishning tut maqsadi nima desa, o'rganishning tut maqsad har bir odamning yashash iqtidorini, har bir odamning tirikchilik qilish qobiliyatini, har bir odamning raqobat iqtidorini ustun ko'tarish uchun o'rganishning maqsad. Shu maqsadga yordam qiladigan, shu maqsad uchun zarur bo'lgan bilimlarni tirishib o'rganish kerak. Zarur bo'lmaganlarning birini o'rganmaslik kerak. Nishqa deganda siz boy deganga o'xshash hozir uchur davri. Atrofimiz bilim bilan to'shib ketgan. To'g'ri shunday ochadigan bo'lsak, hisobsiz uchur informationlarni ko'ramiz. Bu xil uchurlarning biz hammani o'rganadigan bo'lsak, biz hech qanday natijaga erishamaydi. Shunday bo'lgan. Biz bolalik vaqtlarimizda, hatto bizning kichik vaqtlarimizda kitob ozdi. Traktorni qanday remont qilishdan tortib, dehqonchilik do'stini qanday ishlatishdan tortib, kitob o'zi o'qib vaqt shu vaqtga olaylik. Bugungi kunda unday qilishga bo'lmaydi. Odam masal turib deyman, o'zining hayot nishonini belgilab olgandan keyin, o'zining qaysi sohada qazandiganligini bilib olgandan keyin, shuningga doir bilimlarni o'rganish kerakki, uningga doir bo'lmaganlarning birsiga qarab qo'ymaslik kerak. Masalan, meningki hayot nishonim erlikshunoslik haqida bir mutaxassis bo'lish, ham shu doktorxona boshqarish haqida o'zimningki kuchimni joriy qildirish. Shuning uchun men shu ikki orbitaga, ikki nishonga mos keladigan kitob material bo'lsa o'rganish qilaman. Uning sirtida hech qanday narsani o'rganmayman. Kishilar masxir qilsin mayli, men bilmasam hech nima bo'lmaydi. Shuning uchun men hammani bilishim kerak emas, ammo o'zimga kerak bo'lgan doiradagi barliq uchur manbalarini bir yerga yig'ib, uni ratlab, o'zimning bilim qurilmasiga aylantirishim kerak. Bu menimcha o'rganish jarayonidagi intayin muhim tushunchalar bo'lib hisoblanadi deb qarayman. Rahmat Erkinjon aka, boya o'rganish to'g'risida bizni nurg'unlagan amaliy bilimga ega qildingiz. Hozir joylarda oliy maktab imtihoni e'lon bo'ldi. İmtihan bergan o'quvchilarning kim imtihondan o'tmaslikka bo'lgan, natijaga bo'lgan pozitsiya masalasi intayin og'ir. Unda siz mush fursatdan foydalanib, programmamiz orqali imtihon bergan o'quvchilarga natijaga bo'lgan pozitsiya to'g'risida ozroq maslahat berasiz. Mayli, yaxshi savol bo'ldi, paytimiz so'ralgan. Oliy maktab imtihonga qatnashish har bir o'rta maktabga yosh uchun o'tgan vaqtda intayin cho'ng bir tarixiy hadis bo'lib hisoblanadi. Ya'ni hayotdagi bir musobaqa. O'tganlar bo'libmi yaxshi, ko'ngildagidek oliy maktablardan ko'ngildagidek kasb ketganlar xo'shallik bilan oliy maktabga mangadi. O'tmaganlar ko'p qismning ko'ngli yerim bo'lishi mumkin. Hatto ba'zilar umidsizlanish mumkin. Shundan keyin o'zini tashlab qolib chiqishi mumkin. Ammo men unday qaramayman. Men bayda o'tganga o'xshash odamning bir butun hayoti amaliyotda bir raqobat jarayonidan, bir uzun marafoncha musobaqadan iborat. Oliy maktab imtihoniga o'tmaslik faqat bir qatimliq musobaqada utqanligini tushundirdi. O'tganlarning albatta taqdiri yaxshi bo'lishi mumkin, ammo yaxshi bo'lmaydiganlar bo'ldi. Oliy maktablarga borgandan keyin yaxshi o'rganib bo'lolmaydigan va yoki bitgandan keyin yaxshi xizmatlarga taqsim bo'lolmaydigan har xil sabablar tufaylidan hayoti o'zi yosh vaqtida o'ylagandek nurli holatda o'tolmaydiganlar bo'ldi. O'tolmaganlarmi qayta imtihon berishni tanlasin bo'ldi va yoki jamiyatga chiqib tegishlik o'ziningki o'rnini topgandan keyin qayta o'rganishni tanlasin bo'ldi. Mana shunaqa odamlarni ko'rgan mashhur odamlar ichida marafon cho'gindigan bo'libmi taraqqiy topgan allarda ma'rif butunlay aql qo'g'onligi uchun yoshlar azroq o'qib, ishlab pul topib, yana o'qib, yana ishlab, yana o'qib bunday qilganlar bor. Shuning uchun menimcha oliy maktab imtihoniga qatnashishdan avval albatta kelar yil yana qatnashishni tanlaydigan yosh do'stlarimiz bo'lib qolsa, barliq kuch bilan tirishchilik ko'rsatish kerak. Bu haqiqatan muhim bir musobaqa. Ammo tutmaslik butun hayotning yo'linishini belgilamaydi. Shuning uchun o'z hayot to'g'risida davomli holda umidvorlik bilan izlanishga to'g'ri keldi. O'tganlarmi bal qo'yatmaslik kerak. Hamma ish hal bo'ldi deb o'y qaramaslik kerak. O'tmaganlarmi hech qanday pisandlik olmay, mayli qayta imtihon berishni tanlasin yoki ma'lum mazgil ishlab, unga endi o'rganish qilishni tanlasin. Menimcha yenilam
büyük g'oyalarni ko'ngliga tukib davomli qaldi izlanish bo'ladi deb qarayman. Kishilarimizda bo'libmi biz yoshlarda mushu o'zimizni bor bilimdan foydalanmaslik ahvoli intayin og'ir. Undaq bo'lsa Erkin aka, siz mush nuqtani cho'rlab turib, mushu shaxsiy qobiliyatni qanday davr ehtiyojiga moslashtirib to'liq joriy qildirg'il bo'ldi degan temada ozroq bir qisqacha bilim eghan bo'lsangiz bo'pti ekan. Bo'ladi. Boydab o'tganga o'xshash o'rganishdan maqsad amaliyotda bizningki tirikchilik qilish, yashash qobiliyatimizni ustun ko'tarish uchun. Shuning uchun biz o'rganganni ishlatish haqida o'ylanishimiz kerak. Ya'ni o'rganayotgan vaqtimizda ishlatib bo'lgan bo'lmaydiganligini o'ylanishimiz kerak. O'rganish jarayoni amaliyotda uni ishlatish jarayonidan iborat. O'rganish degan bilib bilish deganlik emas. O'rganish degan ma'lum bir ishni qila olish deganlik. Shuning uchun biz reallik jarayonida, amaliyot jarayonida bizning qalbimizga kirgan uchurlarni, bilimlarni, amaliy turmushda turgan masalalarni hal qiladigan qobiliyatga aylantirishimiz kerak. Bu amaliyotda texnik muhim o'rganishning bir bosqichi bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun biz qandaq o'rinda, qandaq muhitda, kimlar bilan hamkorlashib, qanchalik vaqt, qandaq ishlarni tugatgan vaqtimizda o'zimizning haqiqiy qobiliyatimiz yetilganligini bilishimiz kerak. Xuddi ulug'lar aytganga o'xshash, urushni faqat urush jarayonida o'rganamiz. Hech qachon urush qatnashib boqmagan generalni general degan olmaydi. Masalan, tinchlik davrida hech qanday urushni boshdan kechirmay, uzun mezgil tinchlik davrida o'tgan shunday generallar bor. Bu generallar cho'qim urush mezgilida chiqqan generallarga qaraganda selishtirib bo'lmaydigan ojizlik ekan. Shuning uchun biz qanday saha bo'lishdan qat'iy nazar, mayli yaz supurdigan ish bo'lsin, mayli qo'g'dashlikdagi ish bo'lsin, mayli texnik ish bo'lsin, mayli boshqarish ishi, kotibotlik ishi, cho'ng kichik demay, o'zimiz qila oladigan doirada ma'lum ishni vujudga chiqargandan keyin shu vujudga chiqarish jarayonida anandan keyin men bir nimani o'rganibman, mening bu jihatda qobiliyatim bor deyishimiz kerak. Yolg'iz kitobda o'qib olgan, nazariyani bilib olganga biz bilimni, qobiliyatni ko'rsatmaymiz. Mana bu bizningki o'rganishni amaliyotga birlashtirishdagi intayin muhim mantiqimiz bo'lib hisoblanadi. Undaq bo'lsa Erkin aka, jamiyatga qadam qo'ygan har qanday bir yoshninki eng oldi bilan duchor bo'ldig'ini, o'ziga mos keladigan xizmat tepish masalasi bo'lib qoldi. Turdoshlarimizga mush haqda beradigan qanday maslahatingiz bor ekan? Izdenish va hayot temasi haqida so'zlashayotgan vaqtda so'zlashga tegishli eng asosli mazmun deb qarayman. Har bir odam bo'libmi bugungi ijtimoiylashgan shunday davrda har bir odam shu ijtimoiylashgan hayot to'ridagi ma'lum bir to'shqini egallab turgan bo'ldi va egallab turish kerak. Shuning uchun biz o'zimizga tegishli bo'lgan xizmat o'rnini tepishda topolmasligimiz va bu xizmat o'rnida o'zimiz va atrofdagilar rozi bo'lg'dak rolimizni joriy qildirolmasligimiz intayin muhim bir hodisa deb qarayman. Bu yerda oldi bilan bilib olish tegishli muhim bir masala nima degan vaqtda xizmat degan nima? Xizmat degan nima? Bo'libmi hozir shu oliy maktabni bitirgan, bo'libmi oliy maktabning yaxshiroq danqova oliy maktabninki yaxshiroq kasblarni bitirgan yoshlarimizda qandaqdir muhim hukumatniki ma'mur o'rinlari ishga tushsa, huquqliq o'rinlarga ishga tushsa, anandan keyin uni xizmat hisoblaydigan, uningdan boshqa odatdagi ishlarni xizmat hisoblamaydigan shunday bir ko'z qarash mavjud ekan. Menimcha undaq emas. Xizmat degan nima desa, inson o'zining halol tarini oqizib, boshqalarning ma'lum bir ehtiyojini qondirib, shu ehtiyoj asosida halol holda o'zining haqqini ola olsa, shuning o'zi xizmat bo'ladi. Uning turoqligi bo'ladi, turoqsiz bo'ladi, vaqtli bo'ladi, uzun muddatli bo'ladi. Uningki mas'uliyati og'ir bo'ladi, mas'uliyati tavaraklar bo'ladi. Bu gapni deyishlik maqsad nima desa, bizningki jamiyatimizda bo'libmi shu oliy maktab bolalarininki ish qurilishida nurg'un masalalar mavjud. Men oliy maktablarda ko'p qatim leksiya so'zlaganligim uchun ba'zi oliy maktabdagi yosh do'stlar mendan kelib maslahat so'raydi. Qanday xizmat qilsam bo'lar, qilmasam bo'lar degan masalalar to'g'risida. Masalan, men oldin bir yigit kelganda, taniq bir oliy maktabning taniq kasbini bitirib ekan. Men nima ish qilsam bo'lar aka deb. Nima ish qildingiz necha vaqtdan beri? Necha yil maktabdagi desam 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri nima ish qildingiz? Desam 3 yildan beri hech nima ish qilmadim. Bu osh yedingizmi, qo'saq ochdimi?
desem oshiydi. Pulni kim berdi desem dadam berdi. Unda sizga bir amal bor. Uylandim dedim. Nima qilsiz bunday yashab bu dunyoda? Desem chiroyim qarab o'tirdi. Men dedim bu kerakdek bir o'g'il bola. Sizning ota-onangiz shuncha jafoli tarbiyalab oliy maktabni bitiribdi. Bitiribdi. Siz endi ko'ch supurdigan ish chiqmadimi? Boshqa ish qildigan ish chiqmadimi? Chiroyim qarab o'tirdi. Bo'ldaydi-ki, men oliy maktabni bitirib men ko'ch supuram deyman. Mende mesele undaqa emas. Men o'zim oliy maktabni bitirgan vaqtimda shu erlikshunoslik jihatda chuqur o'zimniki bir kuchimni joriy qildirman rolimni. Erlikshunoslik jihatda to'rt qo'shman deb xizmatga kelgan. Xizmatga kelgandan keyin natijamga asosan optimum rayon yo'q. Xalq doktorxonasiga taqsim bo'lgan. Taqsim bo'lgandan keyin optimum rayon xalq doktorxonasi o'ziniki xizmat ehtiyoji bo'yicha meni rentgen bilimi bilib qo'ydi. Rentgen bilimi bilan bilimi edi. Ammo men o'zim erlikshunoslik bilan munosabatli ishni qilaman deb iroda qilgan bo'lg'achqa men u yerdan istiqbol berib yenib chiqdim. Bu davrlarda hukumat hamma har bir oliy maktab bolasini xizmatga o'rinlashtiradi. O'rinlashtirgan majburiy etyapti. Ammo bir qatam o'rinlashtirdi u. Yenib chiqqandan keyin boshqa xizmatni o'zimiz deb chiqib to'g'ri keldi. Shundan keyin o'zimningki Beijing tibbiy universitetini bitirgan, tog'liq maktabni bitirgan, yaxshi natijalarimni, diplomlarimni qistirib, Urumchida nurg'u yaliga berib, shu xizmatimizdan o'zim tunishtirdim. Birni ham meni olaman demadi. Hech qanday ham meni xizmatga qabul qilmayman dedi. Men ayt g'azablandim. Men bu jamiyat nima degan qarang'u, siz nalik deb so'rayotdi, yurtdoshlarimiz oldi ekan, bo'lmasa olmaydi ekan, oqishek degandek gaplarni qildi. Ammo keyingi vaqtda men ishlash va iyilik tiklash jarayonida shuni chuqur his qildimki, gunoh jamiyatda emas, gunoh o'zimizda. Biz har birimiz jamiyatga yuzlangan vaqtimizda o'zimiz o'z qobiliyatimizni yaxshi yetilgandan boshqa jamiyatga ulindigan bir o'rnimizni topishimiz kerak. Jamiyat intayin cho'ng bir kompyuterga o'xshaydi. Kompyuterning xuddi o'xshamagan ulanish og'zi bo'lgan o'xshash, har bir odam alohida bir xil ulanish og'zi orqali undan keyin jamiyatga qitilib, uning ayrilmas bir qismiga aylana oladi. Biz jamiyatning sirtida turgan vaqtimizda jamiyatni tanqid qilishimizninki, uningga nisbatan har qanday shaklda o'zimizning ko'z qarashimizni bildirishimizning hech qanday ahamiyati yo'q. Jamiyat xuddi rahimsiz bir cho'ng, buyuk chap o'xshash, o'z energiyasi bo'yicha to'xtamay oldiga aylanib mangiydi. Bizning birdan bir amalimiz nima desa, uni yug'urib kirib, uning qandaqdir bir qismiga aylanish. Ya'ni biz maslashishni bilishimiz kerak. Maslashishni bilishning oldingi sharti nima desa, biz oldi bilan jamiyatga kirib, uning bir a'zosi bo'lishimiz kerak. Ko'chada manganga, ingurib yeganga, yalqonmayda ochqanga kelib tamoq yeganga jamiyatning bir qismiga aylanib qolmaymiz. Biz faqat jamiyatning ma'lum bir to'shqisini egallab, o'zimizning to'shqisini qo'shgan vaqtimizda xizmat qilgan vaqtimizda onundan keyin jamiyatning ma'lum bir qismiga aylangan bo'lamiz. Shuning uchun menimcha o'zimiz o'z qobiliyatimizni yetildirish bilan birga o'zimizning ortiqchilik kamchilik haqida o'ylanishimiz kerak. Har birimizning o'zimizning uchliq ortiqchilik kamchiligimiz bo'ldi. Shundaqla jamiyatning qanday qitilish og'zini izlashimiz kerak. Na'dan boshlab qitiliqligini izlashimiz kerak. Men Kuchab cho'ng'ilgan biz kichik vaqtlarimizda bizniki yezlarda tuxum chekish o'ynaydigan bir odat borda, tuxum chekishdan. Tuxum chekishdan dehallarga qarasak, qiziqarli o'yin bu. Yo'lakda bir odam tuxumni past tutib turdi. Yana bir odam uning tepsiga urdi. Yo'lak tutqun kichik tutib oldi. Tuxumning chiqib turgani kichik chiqardi. Urdig'ini yo'qaroq chiqarmamsa, cho'ngroq tutgansa, gap buning bilan urishdi. Sabab nima deganda bu cho'ngroq tutib olsa, urdig'ini o'zining tuxumining qattiq yerini akilib, tutgan tuxumning yumshoq yeriga urib oldi. Shuning uchun biz jamiyatga nisbatan aytgan vaqtda mening ortiq yerim nada? Men qaysi sohada qanday qilsam o'z ortiqchiligimni joriy qildira olaman degan o'yini o'ylashimiz kerak. Buning uchun bizning jamiyatga yug'urilib kelishimizga to'g'ri keldi. Albatta buningdan avval
eng avval hal qilish tegishli masala nima desa, odam yashash uchun har kuni iste'mol qilish to'g'ri keldi. Bo'libmi shaharlarda. Qo'saq 3 vaqt ochdi, mayli qilishga ketadigan o'xshash. 3 vaqt tamoq yemasa bo'lmaydi. Shuning uchun emgakninki yuqori to'g'ri yo'q. Men shunchalik xizmat izlab, oxirisida optimraylik, planlik to'g'ri texnik yetaklash o'rinda o'zimning orzuyimga loyiq xizmatni topa oldim va shu o'rinda o'zimning rolimni joriy qildira oldim. Chunki arlashmaslikni berib bu kasb shu yerda ishlaydi. Keyingi vaqtda yenimi yaxshi natija qozonish uchun men u yerdan istiqo berib, Doğdan ambulatoriyasini qurdigan vaqtda men boshqalarga shunday dedim. Men agar 20 yilgacha shu ambulatoriyani yaxshi aylantira olmasam, yoki oshxonachiman, yoki oyoq maylayman. Bo'libmi oyoq maylayman degan gapimni aytib qiziqarlik ketdi haqqa. Sen bu maktabdan yaxshi o'qigan, o'zingning cho'ng g'oyang va ras oyoq maylamsa, men ras oyoq maylayman dedim. Shu vaqtlarda meniki bir oylik ish haqqim shu 2 million atrofida edi. Men bir 12 yoshlik bir oyoq maylovchi bolalar bilan boqqan. Bir kunda necha pul topishgan desam, 20-30 yuan topaman bir kunda. Deb tushundim. Agar u 30 kunda har kuni chiqsa, az bo'lsa 600 yuan, jihoz 900 yuan pul topadigan. Men bir oliy maktabdagi odam aram 200 yuan pul topaman. Shuning uchun mening yaratgan qimmatimga qaraganda shu vaqtda shu oyoq maylovchi bolaning 12 yoshlik bolaning yaratgan qimmati ustun ekan. Shuning uchun men oyoq maylayman dedim. Ammo men oyoq maylaganda bir umr oyoq maylamayman. Men oyoq maylab o'tib ikki ishni o'ylayman. Birinchisi, mush oyoq maylashdan iborat mush ishni ko'lamlashtirib bir shirkat shaklga keltirib bo'lamdi. Men shu vaqtda degan bu gapni. Hozir qarasam bir qism oyoq bezaydigan cho'ng-cho'ng do'konlar paydo bo'ldi. Xeyli oliy darajalik odamlar bordagi tijorat intayin yaxshi. Men dim oyoq maylaydigan ishni shirkat qilgandim. Masalan, buning bir o'lcham bekitib, shaharning uya qalayim qayalarda o'tirib olmay, haqni qaqshatmay, qalayim ham pulanmay, xizmatchi xodimlarga o'xshash kiyim kiygizib, o'xshash uskunlarni epirib, o'xshash pul olish o'lcham bekitib, ularni tarbiyalab, bilan o'lchamlik maylaydigan qilib, undan keyin ular ish haqi taqib berib, ularni o'rinlashtirib, qisqa hukumatga bosh topshirsak, kimdirdi hukumat bir tutash urumchiniki oyoq maylash o'rinlarini men ko'rsatib bersa, oyoq maylash shirkati qurib, mashinani haydab berib, kechda pulni yig'ib ketishim mumkin. Bu shu vaqtda men chaqchaq qilib degan gap edi. Ammo meningcha bu bir mantiqni tushuntirdi. Yashash mantiqcha qilib degan gap edi. Ammo meningcha bu bir mantiqni tushuntirdi. Yashash mantiqisini. İkinci nimani o'ylayman deganda, bu maplashmasa, men oyog'imni maylab o'tib, hozirgidimni yaxshiroq. Hozirgidimni muhim rolni joriy qilib bo'lgan ish qilib bo'lam yo'q. Chunki men oliy maktab bitirgan, doktorlik o'rgangan, men kasal davolayman. Shuning uchun men oyoq maylab o'tib, o'zimning ashu ortiq xeyrimni joriy qildirib, texnik cho'ng qimmat yaratadigan, jamiyatga texnik cho'ng tuhfa qo'shadigan mundaq bir ishni qilib bo'lam yo'q degan maslahat qilib qo'ydim. Menimcha bu oddiy bir misol. Bizningki xizmat izlash jarayonidagi bir mantiqimizni tushuntirdi. Hayot amaliyoti nimaga o'xshaydi ekan deganda, hayot amaliyotda qo'rshav shaxmat o'ynaganga o'xshaydi. Ya'ni biz oqqara ikkita urug'lar o'ynagan bir qo'rshav shaxmat va jo'ng'uch shaxmat deb qo'yamiz. Shu shaxmatda bir men bu shaxmat o'ynashni to'g'ri bilmayman, ammo umumiy qonuniyatni tushunaman. Shu shaxmatda kim jixyani qo'rshib olsa, shu tutgan bo'ldi ekanda. Men bundaq bir doirani qurishib olsam, buni o'tirsiz urib qo'ysangiz bo'lmaydi. Ammo bu yerdagi masala nima desa, biz agar o'zimizningki kuchini oz chaqlab, kichikdan bir yana qurishib qarab o'ltirsak, qolganning hammasi boshqalarga tayyor bo'lishi mumkin. Biz cho'llik qilib hammani egallab olaman deb atrofida bundaq tizib ikkisini ikki beshini ulab qo'yguncha, xat bo'sog'imizning ichiga kirib egallab bo'lsa, biz hech narsaga erisha olmasligimiz mumkin. Shuning uchun hayot amaliyotda odamningki o'zining amaliy qobiliyatini to'g'ri mo'lchallab, shu qobiliyatni davomli holda kuchlantirib, taraqqiy qildirib, shu qobiliyat asosida o'zininki mavjudligini namoyon qiladigan bir jarayon. Shuning uchun to'g'ri mo'lchallashga to'g'ri keladi o'zining qobiliyati bilan jamiyatning ehtiyojini. Shuning uchun biz xizmat izlashda menimcha oldi bilan yashash masalasini hal qilishimiz kerak. Tamoq yeyish, kiyim-kechak kiyish, odatdagi masala mayli yaxshi ko'rilib ko'maylik. Shuning bilan bir vaqtda biz bir ömürlük yashash holatimiz haqida o'ylashimiz kerak. Men yoshlarga doim biz yashash
hayotni loyilashni bilishimiz kerak degan bir yig'iz gapni qilaman. Bu gapni anglagandan keyin nurg'un kishilar qoyil bo'lmaydi. Hayot amaliyotda nurg'un noma'lum omillarga to'lgan. Biz aytning bilishni bilmaymiz. O'z vaqtida mumkin yatavrab shuncha odam o'ldi. Kim biladi yatavrab ketganligini? Nurg'un odam ashak hayot qilgan bo'lishi mumkin, uqmaydi. Aytning bilishni hech kim bilmaydi. Ammo hayot biz undaq o'ylagandek unchalik shaklsiz noma'lum narsa emas. Amaliyotda hayotni loyilab yashash bilan loyilmay yashashning natijasi intayin zo'r tayoq. Biz odatda bolalarimizni cho'qim yaxshi o'qish, oliy maktabgacha o'qishga har qanday bolani qistaymiz, majburlaymiz. G'arbliklar undaq qilmaydi ekan. G'arbliklar men Amerikalarga bordim, Yevropalarga bordim, taraqqiy qilganlarga bordim. Ularningki ma'rifida bolalarga kelgusininki qanday bo'lganligini, qanday qobiliyat, qanday bilimlarni erishgan egallagan vaqtda qanchalik darajada hayot oldiga yetkazib bo'lganligini tushundirdi ekan. Agar bolalar ashundoq qantar aqquzib, ashundoq qobiliyatga erishishni xohlamasa, odatdagidek yashashni xohlasa, ham ashuning natijasiga oqibatiga o'z ega bo'lishga rozi bo'lsa, ularning o'rganmasligiga ruxsat qildi ekan. Masalan, Amerikadagi yerda eng to'van eng jafoliq ish yo'g'on avtomobillarni, yuk avtomobilini haydaydigan yerlarga bir nimalarni chekib olib odamlar ekan. Shular bolalik vaqtidan tartiblab bo'ldi, men shu uchun o'g'illar shunday avtomobilga odam bo'lib, yoki yuk avtomobilga odam bo'lib. Biz uning unaydi ekan cho'qmoqda haqiqatan aqo'ytin. Ammo shular shunda qolib yetgan vaqtda ajab ablahatgar, yaxshi bir natija deb o'zini jablab o'tamaydi ekan. O'zim tanlagan yo'l, o'zimning yaxshi, men yaxshi turmushga erishdim deb o'ylaydi ekan. Chunki mayli Amerikaga zo'ngtung bo'lsin, mayli bir yerga professor bo'lsin, shu zo'ngtung, shu professorlarning shunchalik olg'a yetib bo'lguncha qanchalik qantar aqqizganligini, qanchalik emgak singdirganligini, qanchalik jafolarga bardoshlik berganligini bu shopir tushundi. Mana bu biroz takomillashgan, salmoq holatdagi bir ijtimoiy ong. Biz shunday bir ijtimoiy ongni shakllantirishimiz kerak. Shuning uchun biz xizmat masalasiga duch kelgan vaqtda oldi bilan men degandek o'zimizningki zarur bo'lgan yashash ehtiyojimizni qondirishimiz kerak. Undan keyin uzoq mazgillik hayotimiz haqida o'ylashimiz kerak. Men oliy maktabningki o'ttir bosqichlarda, oliy maktabning o'ttir bosqichlarida o'zimningki bir umrlik tirishish nishonimningki shu arlashmaslik bilan shug'ullanish ekanligini bekitib qo'ygan. Shu vaqtlarda kelgusida biror bir o'z oldimga ish qilishning imkoniyati bo'ladimi degan narsani o'ylashgan. Demak, men nihoyat burunlar o'zimningki hayot orbitamni, o'zimning alayidligimni, o'zimning yo'linish, tirishish nishonimni bekitib olgan. Shuning uchun men oliy maktab jarayonida xeyli zo'r kuchimni, xeyli zo'r vaqtimni, xeyli zo'r energiyamni shuningga munosabatli arlashmaslikqa doir va yoki doktorxona boshqarishga doir materiallarni ko'rishga va shularga doir ishlarga diqqat qilishga sarf qildim. Oliy maktabga kelgandan keyin shunday xizmat izlash, qilish jarayonida shu vaqtda masalan men Abdum rayonlik xalq doktorxonasida garchidan tegin bilim bo'lsin ishlagan bo'lsam, Abdum rayonlik pilonlik tug'ib texnik yetaklash o'rniga qaraganda jiqish qilgan bo'lardim. Ammo men jiqish qildim, voz kechib oz ish qildigan rayonga o'ringa berib oldim. Sabab men shunday bir yo'l orqali o'zimning uzoq mazgillik g'oyamga yetishim kerak. Shuning uchun yoshlar cho'qim men bu umrimni nima bo'laman? Men hayotimda nimalarni qilishim kerak degan narsani haqida o'ylanish kerak. Bu xil o'ylanishning ma'lum cheki bo'lishi kerak. U bir kunda o'ylanib bo'lmaydi. Bizga o'ylanishga vaqt kerak. Men o'zimning maslahatimda taqbaldirib ketsa, odam aql topmagan bo'ldi. Va keyin qolsa o'ylanganning ahamiyati yo'q. Shuning uchun odatda 20 yosh bilan 30 yosh oralig'ida, menimcha 20 yoshdan boshlab 30 yosh oralig'ida har bir bola, har bir odam men umrimni qanday odam bo'lib o'tkazaman degan narsa haqida o'ylanish kerak va shu vaqt asosiy jihatdan bir qarab kap bo'lgan bo'lish kerak. Undan baldirib ketsa balki xato bo'lib qolish mumkin. Yeni o'zgartirish to'g'ri keldi. Undan keyin bo'lib qolsa odam o'lib ketadi. Men bizningki shu doktorxonamizda ishlab chiqayotgan bir yosh bolani Malayziyada ko'rdim, chet elga chiqib o'qiyman deb chiqayotgan yigitganda bu. Malayziyada men uchirgandan keyin qarsam ashada ingliz o'rganish bilan shug'ullanibdi.
boshqa atrofidagi do'stlardan olinsam o'g'inish ahvoli turmushi toza yaxshi emas ekan ham biror ish qilish haqidagi g'oyasi toza aniq emas ekan shu atrofidagilar bu yigitga ko'ngil bilib erkin kamda o'z vaqtida sizlarni bir ishlab ekan bir yaxshi xizmatchimiz bo'lgandan keyin xizmat ishlab siz yana taklif qilib olib shu xizmatni qilgan bo'lsa ekan bu yerda yaxshi istiqbol topa olish natayin degan bir fikrni berdi shulardan bu yigit bilan so'zlashdim ham avvalda o'zining gapini baqay deb Fukam nima ish qilyapsa inglizcha o'rgatman. Kelgusida nima ish qilmoqchi? Inglizcha o'rgatib nima ish qilmoqchi? Desam, nima ish qilsam bo'ldi aka? Yoki sizga o'xshash doktorxona ochaman? Deb o'tadi bu ish. Men kulib ketib, Fukam Malayziyada turib, ingliz tili o'rganganingmi? Kelgusida doktorxona etishingga yordam bormi? Desam bu ish yoqmay oldi. Demak, nurg'un kishilar bor. 30 yoshga borib qo'yadigan yigitda bu. Yillam bir xil bola. Yillam xuddi cho'ng bo'lmagandek bunday holatda. Biz nurg'un kishilarni uchirtimiz. 40 yoshda ishib ketgan, hatto 50 yoshda ishib ketgan mening nurg'un do'stlarim bor. Ulug' g'oyalari bor. Mening ba'zi do'stlarim bor. Erkin inson shu tibbiy universitetni bitirganlar ichida hali nima ish qilgan o'z oldinga kelib nurg'un to'plarni qo'shdim, amgak o'rinlarini yaratdim, savodashlarga sharoit yaratib berdim, jamiyatga turib qo'shdim, millatning yuzini yo'riq qildim. Bizmi kelgusida ishlar qilmoqchi. Bugun bog'wa pensiyaga chiqqandan keyin biz ham bundoq qilmaymiz. Men ba'zida chaqchaq aylantirib savodashim bo'lgan keyin tillab qo'yman. Men bog'wa pensiyaga chiqqanda yotganda qilib berib yot. Pensiyaga chiqqan ishni qila olmaydi. O'g'inmaymiz-da biz ba'zi vaqtda. Biz allaqachon 40 yosh, 50 yosh, 60 yoshga berib oldik, umrimizning amgak singdirdigan, jannatga to'p qo'shib, qantar aqurlarga vaqtimiz o'tib bo'ldi degan gap. Biz uningdan baldur 50 yosh kirgan nima ish qilaman, 60 yosh kirgan nima ish qilaman, undan keyin umrimni qanday o'tkazim degan narsa haqida o'ylangaч turishimiz kerak. Odamning har kuni qilgan ishi shu kuni utuqliq bo'lgandan boshqa, undan keyinki erta o'gun va uzoq mazgil uchun yordam bo'lgan bo'lish kerak. Biz xuddilarga ahmoq ovchiga o'xshash bir toshqonni qo'g'lab hadirib qo'yib, yana bir semizroq toshqon ko'rinsa, uning keyindan mang'adigan nurg'un odamlar shundoq. To'xtamay o'zininki tirishish nishonini o'zgartirib turadigan. O'xshash bir nishonga to'xtamay ilgirlagan vaqtda nurg'un odamlar kesib etish kerakki, nurg'un odamlar qalbi qiladi. Mayli u ma'lum kasbda qalbi qilsin, ma'lum bir iglik tiklashda qalbi qilsin, ma'lum bir ma'mur o'rnida qalbi qilsin, ish qilib u ma'lum sohada boshqalar yetolmaydigan jamiyat u odamdan orlanmaydigan holatda qobiliyatga ega bo'ladi. Shuning uchun biz shu xizmat izlash masalalarida mana shunday tafakkurlar haqida chunqur o'ylanishimiz kerak. Bir haftalık şaqqı, bir aylık pulning az ko'p bo'lishi, bir mezgillik kirimning yuqori tuvan bo'lishi menimcha ancha muhim masala. Ba'zan yoshlar bor, biz doim xizmatchi qilib qilamiz. Da qarab baqadi. Kimningki berdigan, mush oyda berdigan ish haqida 50 so'm yoki 100 yuan yuqori bo'lsa, shu yerni tanlaydigan. Menimcha bu bir ahmoqlik. Albatta, amgak qilgan kimimiz yuqoriroq daromad olsak, yuqoriroq ish qilsak, u yaxshi. Ammo bizda bir gap bor. Burtqacha boshqa osh bilan qo'saq bo'lmoqda. Bir mezgilgacha qo'noqni yeganga, bir mezgilgacha jafo chekkanga odam hech nima bo'lib qolmaydi. Mana shu chetlarga tarafiqqa allar chiqish jarayonida vatanimizning ashalari berib o'qiyotgan, o'rganish qilayotgan nurg'un ilg'or yoshlarni ko'rdim. Ashular degan diniy jafolarni topgan. Ashalada, oshxonlarda kutuvchi bo'lgan, xat to'shig'chi bo'lgan, tozliqchi bo'lgan, hamisha nima innovativ odamlar ajrashda qishlangan. Nimishga? Shu jamiyatga kuni bilish uchun bir baldoq bo'lish qatorida. Shuning uchun biz ish izlash bosqichimizda ma'lum bir guruhga, ma'lum bir o'ringa singib olishdan avval biz ortiqcha tanlab yurmasligimiz kerak. Bu xil tanlab yurmaslik deganlik oldingi nima uchun shuni qilmaydi deganlik emas. Agar sizning ma'lum bir g'oyangiz shakllanib bo'lgan bo'lsa, shu g'oyangizga foydali ishlarni qiling. Tek shakllanib bo'lmagan bo'lsa, siz o'ylanish jarayoningizda oldingizga uchirganlar ichidan eng o'zingizga muvofiq qilgan ishni qiling. Biz nima ishni qilsak bo'ldi, odamning qo'lida muloq emas. Biz har kuni hayotimizni boshqalarga to'yib qo'yish, shu to'yib hisobiga o'zimizning qimmatli ish qilish hisobida o'tkazishimiz kerak. Hikoyatish, bundaq qiliqi, boshqalarga yo'lni verish, mayli ota-onamiz bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, bundaq qilishning o'zi odam o'zini xo'rlaganlikdan boshqa narsa emas. Ba'zi tarafga topgan allaki bo'lganlar va
mutlaq ko'p qism jafolik holda ishlab yaxshilanib qoldi. Bir qismlar ishlab bo'lolmay ashaninki jamoat fondi pullariga tayinib bekor yurayotganlar qisman bor. Ashlar bilan paranglashdik haqiqatan nihoyatda bir xil kayfiyat yaxshi emas. Mag'lubiyat holatda bir xil. Shuning uchun menimcha ish izlash nuqtasida biz mana shundoq ba'zi bir mantiqli masalalarni hal qilishimiz kerak. Endi xo'sh, konkret ish izlashning usullariga kelgan vaqtda ish izlash jarayonining o'zi bir taktikalik jarayon bo'lib hisoblanadi. Biz uning taktikasiga diqqat qilishimiz kerak. Bizlarga biz oldi bilan o'zimiz shu jamiyatda ish o'rniga odamga ehtiyojli bo'lgan o'rinlarning uchurlarini atrofli egallashimiz kerak. Bizning shu Uyg'ur qarindoshlarimiz ichida oliy tartibdagilar bo'lsin va yoki hatto o'rtamaktab turib jamoat ko'zundiganlarni chiqib qolish bo'lsin, shu emgak bozorlariga chiqib olmaydigan, ashalarga o'zini tizimlatmaydigan ahvol ig'ir. Biz doim odam qabul qilish, xizmatchi qabul qilish nuqtasida shunday emgak bozorlariga Abnum rayonida bor, Urumchi shahrida bor, ittifoq komitetida bor, ayollar birlashmasida bor va boshqa nurg'un to'r bekatlarida, axborot vositalarida bor va boshqa nurg'un o'rinlarda bor. Emgak kuchlar izlaydigan, shunday xizmatchi qabul qiladigan o'rinlarga borgan vaqtimizda bizning qarindoshlarimizning tizimligi yetarli emas. Ular undaq yerlarga berib izlanishni xohlamaydi. Bizning nurg'un yoshlarimiz uyga beriblar, masalan, oliy maktab bitgandan keyin to'q diplom javob tashlablar va da apa mana maktab bitganimiz qolgan ishdan qoldingmi? Aqishga mamamizda bo'lgan ishlarimiz bo'ldi qoldi. Menimcha bu to'liq ahmoqlik. Ish izlashning o'zini bizga nisbatan bir chiniqish. Shuning uchun biz hech qanday tantirmasdan qabul qiladigan o'rinlar berishimiz kerak. Albatta, biz hech qanday jamiyatga aralashib boqmagan, texnik pishmagan yosh bo'lish sifatimiz bilan uyalak bo'lgan vaqtda har xil muomalalarga uchraymiz. Ba'zilar qizg'in muomala qildi, ba'zilar qo'pol muomala qildi, ba'zilar har xil yang'izlar chekishimiz kerak shunaqa. Odam beshini kechirishga tegishli ishlar. Bardashlik berishimiz kerak. Bardashlik berishimiz kerak. Qanday holatda berib, qanday qilishimiz mumkin? Oldi bilan mening alayligim nima? Men qanday ortiqliklarni hozirladim. Mushu bugungi kunda, mushu mezgil ichida, mushu jamiyatda mening ortiqligim joriy bo'lgan xizmat o'rinlari nada? Mayli biz o'qish bilan berib olaylik yoki o'qishmaydi, yaxshi yakir qilaylik. Agar bizning qobiliyatimiz, alayligimiz uning mos kelmasa, biz necha kundan hozir boshqalar tarafidan ko'zlanmay qolamiz. Agar o'zimizning ortiqligi joriy bo'lmaydigan, bizning qudratimizni ayt kuchli bo'lib, oddiyaga berib qolsak, biz uni ahamiyatsiz his qilamiz. Shuning uchun biz o'zimizga mos qiladigan o'rinni topishimiz kerak. Buning uchun birinchi qadam nima desam, yetarli uchur egallashga diqqat qilish kerak. Bu uchurlar men degandek yerlarda bo'lishi mumkin, boshqa yerlarda bo'lishi mumkin. Yoki hatto o'yinib yurib ishga chiqishga to'g'ri. Men o'z vaqtida ishsizlik vaqtimda eski velosipedimni minib, eski sumkamni dumbamga otib, barliq materiallarimni sumkamga qisib, cho'ng doktorxonadan tortib kichik ambulatoriyaga hammasiga birdan kirib chiqqan. Uddullar kirib ishga chiqib, men bu qadamdan men ishsizligandim deb. Albatta, ish qazimni qabul qilmayman. Ammo shu jarayonning o'zi mening hayotimdagi go'zal bir aslida. Mayli men shu vaqt xo'rlik his qilay yoki yaxshi bayis qilay, men shundaq bir davrni boshdan kechiraldim. Undan keyin men shu Abnum rayonlik pilotlik texnik yetaklash o'rnig'imi o'zim baqan. Ashta o'rning borlig'ini bilib, shu bilimga kirib, bilimliklardan so'zlashib, bilimliklarga yarab, bilimliklar so'jangga deb, so'jang tinjangga deb, tinjangning oldiga berib so'zlashib, hech qanday aqsh qilmay, hech qanday odam tunishtirish qilmagan ahvolda men o'z kuchimga taynib, shu bilimga kirib, men ishlagan. Shu vaqtlarda men shunday tunish bilish izlaydigan ishlar chiqdi. Bizning shu mezgilimizda. Shuning uchun menimcha ish izlash jarayonining o'zimi odam o'zini chiniqtiradigan, o'zining yuzini chiniqtiradigan, aloqalashish qobiliyatini chiniqtiradigan, o'zining jigirini bir bundoq jur'atini chiniqtiradigan muhim bir muhit. Muhim bir sinab shu, bir urush shu. Shuni ko'plab berish kerak. 100 qatim ishsizligini berib, 100 qatim mag'lub bo'lgan bir ishsizlik bilan bir qatim ish izlab boqmagan odamning o'rtasida osmondan farq bo'ldi. U qanday qilishni bildi. Shuning uchun uchur egallash, ko'p berib qanday qilishni bilish menimcha bu intayin muhim xalqning masala. Undan keyin ish izlash jarayonida biz albatta o'zimizningki tashqi qiyofati, o'zimizning gap so'zi, qarash tarafga berilgan inkosimiz haqida o'ylashimiz kerak. Hayotlikda odamga birinchi inkos intayin muhim. Bir odamlar uchrashgan vaqtda agar noiti taloq buliqlar urush qilib uchrashgan bo'lsangiz, bu odamning umr bo'yi ko'zingizga urushmoq ko'rinadi. Shuning uchun birinchi inkos intayin muhim. Birinchi inkosni qanday berish intayin muhim masala. Shuning uchun biz ish
işçilik bağı vakıtta çukum tarak turkumuzun yaxşı namdaq bir iş izləyəcək toğırlap verişimiz gerek. Ben bir kıtım bizim Kaşqadaki doğu doktorxanasıga hizmet təşkil bağı vaxtımda Yancanın işxanasında otlasam çaşlarım üçün baxlam top zerik qılıb alğan taplap ketkendek meni seyxizini qasıl işləgənlan bir qız kirib geldi de girim üçün bax bir xil ayırlam kiriblam siz Yancanma siz doktorxana başlığıma dep men yoq desem yoqdaysiz nima ish doktorxana başlığına chiqarib o'tiribsiz demsa dep ama o'tirtaqda nima ishingiz bor desem yo'q sizning qo'lingizdan kelsa men day kelmasa demayman deb depaqma nima ish de desem ish izlaydigan ish dedi mening qo'limdan keldi bana desem meni olamsiz deb olmaymiz desem o'mab ketdi bu qiz bola siz mening nada o'qigan nima ish qilganimni o'qimay turib hech nimani so'ramaylam olmaymiz deysiz siz qanday odam deb bu turqingizni sizni olmaymiz sizning qiyofatingiz doktorga loyiq emas doktorxonada ishlashga loyiq emas demak biz ishsizligini borgan vaqtimizda agar u biror san'at ashunda qiyofati bor odamni yaxshi ko'radigan so'rin bo'lsa menimcha bo'lishi mumkin idora yoki o'rin bo'lsa ishda o'rindan chiqib qolishi mumkin ammo siz doktorxonaga kelgan ekansiz bir doktor qiyofatida xizmat formasini kiyolmaysizmi oddiy bo'lsin pokis qilib ratlik qarsili bir odam ziyoli ekan degidek holatga kelishingiz kerak o'g'illar saqal birini elib akşamisi ishmay diskxonaga borib o'ynamay baldirab uxlab ko'rishadigan vaqtda azam bo'lsin bir qilistiqni yolg'andan bo'lsin taqlab qizlarni chiroyli xizmatchidek yangi o'qish bitgani kambag'al bo'lamiz pulimiz oz bo'ldi oddiy bo'lsinmi bir qarasa kishilar yaxshi ta'sir turadigan kiyimlarni kiyib deyishga vaqtdan ozroq bo'ldir kechikib qolmaslik kerak birinchi qatim kechikib qolish qarashda yaxshi ta'sir etmaydi vaqtini berib andan keyin söylashgan vaqtda bakmi oshirib etmaslik bakmi o'zini cho'kib etmaslik kerak ba'zilar bor siz bu yerga kelib ish qilmoqchi desa voy men bor sizga yordamlashib bor doktorxonasining 6 doktorxonasini 16 ga aylantirib undaq deb olayotgan odam qanday o'ylaysiz undaq bo'lsa o'zingiz qo'rg'ilgan doktorxonaning birini berib ketib nima ishlaysiz bakmi oshirib ketadigan o'zingizda bunday odamlar yana ba'zilar bor bakmi kamtar ishlamsiz ishlayman nima ish qila olasiz hech nima qilolmayman hech nima qila olmasangiz nima ish qilsiz deyapmiz o'zini to'g'ri tunishtirishni bilish kerak man maytliqi rahmakavr emas haddan ortiq chuchumak emas salmoq o'tirib man bundoq kasbni o'qigan bo'lsa berishdan burun o'zingiz izlangan shu idoraning munosib tartiblarini tushunib olishingiz kerak masalan bu doktorxonasingizda bu doktorxonasi aralashmaslik sergisi deb atalib shu sistemimizda doiralar ayollar haqida kasallarni yaxshi ko'rdi shuning uchun man oliy maktabda shu klinikni o'qigan man bu kelgandan keyin shu jihatda ilgirlab bundoq bo'lsa shu idoraninki nimalarga moslashtirib taraqqiyotga so'z deyolsangiz olg'a odam voy deb undalik kelib qoldi odam deydi asollab eshikdan kirasiz degan gap Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchingiz Misronim Tor bekiti. Misronim. Demak bu topsidan kirish masalasi. Oldi bilan biz kirgan vaqtda o'zimiz amalning barcha o'zimiz yaxshi taraqqiy qilish imkoniyati bo'lgan bir idoraga kirishimiz kerak. Menimcha bu yerda idora degan vaqtda ma'muriy idora yoki kasbiy idora yoki xususlar egiligidagi idora yoki hukumat qarmog'idagi korxonalarning qaysisiga berish menimcha muhim masala emas. Men burun bir kitob o'qigan. Bunda hangi bir kitob bo'lib, bu tayyorchilik, ya'ni kasb tanlashning yo'li deydigan bir kitobda bu. Bu kitobda shu kasb to'rt xil rangda ifodalab ketganda, buningki birinchi rangi qizil yo'l deganda bu qizil yo'l. Qizil yo'l deganimiz bu siyosatla aloqasi yo'q. Qizillik gap emas bu. Qizil yo'l deganimiz bir odam shu yuqoroq darajada vazifa o'tab ma'mur sahada o'zimning shu jihatda rolimni joriy qildim. Ashta g'oyis va odamlar bor. Hatto rayonga rais bo'laman. Bir oyga hokim bo'laman. Ma'murdan. Bu yaxshi yo'l. Bu yaxshi tanlasa. Ikkinchi bir yo'l nima desa, yeşil yo'l. Yeşil yo'l degan nima desa, texnik yo'l. Ma'lum bir hunarni umdan o'rganib, shu hunarimga tayinib tirikchilik qilaman. Shu hunarda yaxshi pishib ketaman deydigan bu yeşil yo'l ekan.
Üçüncü birisi seyrik yol. Seyrik yol degenimiz, men bak gözü görünüp ketmesem mi? Mundaq bir mesela katibatlık işleri, adetteki okutuvchilik, jamiyatning cho'ng apparatdagi kichik bir lo'sulib, adetteki hayotimni o'yim ketib qilib, bak ko'z ko'rinib ketmasam, buni normal o'tib ketaman deb qaraydigan. To'rtinchi bir yo'l nima desa, qor yo'l. Qor yo'l deganimiz qor jamiyatdagi qor yo'l emas bu. Bu igilik tiklash yoki amalning barcha ko'p iqtisodni kontrol qilish, iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanish haqida kelgan. Shuning uchun odam amalning barcha boldurroq shu to'rt yo'lning birini tanlash kerak hayotda. Men qaysi yo'lga loyiq kelaman yoki qaysi yo'l menga loyiq keldi deganni. Ba'zilarninki o'zining har xil sharoitlari bo'ldi. Yuradigan atrof bo'lishi mumkin, shundoq bir yujeri bo'lishi mumkin, ma'mur yo'ldan yuqori o'rlab ketadigan kichigidan sinf boshlig'i bo'lgan. Mening boshqa g'oyalarim bor deb Alloh vaqtimda men kichik vaqtimda sinf boshlig'i etdim. Cho'ngroq boshliq bo'lganda o'ylaydim o'zimni. Ba'zilarning quvvatchili bo'ldi. Texnik ishlarni ishlashga yaxshi. Ba'zilar maslishdan royish qildi. Takkalab, cho'ng mas'uliyatni ustiga olishni xohlamaydigan, ammo bak tushib qolishni xohlamaydigan, ish qilib normal yashashni umid qilganlar bor. Qaynoq suv ish ko'ngling tish. Bu yomon ish emas. Ba'zilar va iliktiklab, ko'plab yaxshi qilishni xohlaydi. Masala shu ediki, ba'zilar undan voz kecholmaydi, bundan voz kecholmaydi. Men shu iliktiklab biroz bir natija qozongan vaqtlarimda meniki bir savodishim bor-da. Mening savodishim albatta doktor, tibbiy mutaxassis. O ağabeyimiz shundoq chiqishlar qildi, o'qigan vaqtimda qobiliyati bor yigitda bu. Budaydikin men idardim meni shu biroz yangilik taraflarga ko'z tutdi. Sening atrofingda naqdi boshliqlar bilan so'rovlar bo'lib qolganda, vaqt fursat bo'lib qolganda bizning bir ancha necha deb qo'ysam, biroq mushtiyatsiz fikrlash orzuyim bor. Yine deydi men agar ma'muriy ishlarni qilib qolsam, kasbni olmayman. Kasbni olib kasbim bo'lmaydi, pensiyaga chiqqanda qayraganda asqarligini kasb. Endi deydi, bir amal bo'lsa, ozroq bir hisob to'playdigan yo'llar bo'lib qolsa, desang, hozir ko'pdir pul topsaq deb. Men shunda qarab baqsam, bu og'inimiz hamma yo'lni tanlaydi ekanda. Bu qizilni tanlaydi ekan, yeshilni tanlaydi ekan, seyriqni mang'ir ekan, qarg'in mang'ir ekan. Oxirida bu davlini tushuntirib, bunga yaxshi so'zlagandan keyin bu oxirida yeshil yo'lni yoki texnik yo'lni tanlaydigan bo'lib, qog'oshning hammasini voz kechib, texnikaga berilgandan keyin hozir intayin qobiliyatli bir texnik doktorga aylandi. Hayot amaliyotda tanlash jarayonidan iborat. Tanlash deganlik elib olish deganlik emas. Tanlash degan voz kechish deganlik. Chunki bizning bugungi kunda tanlash yo'llarimiz intayin chiq. Biz nurg'un ishlarni tanlay olamiz. Hozir jahon rang-barang bo'lib ketdi. Nima tanlasak bo'ldi? Masala shu ediki, biz buningdan voz kechmagan vaqtda hech qanday yaxshi tarafga o'tiramiz. Shuning uchun biz keskin holda ma'lum bir yo'lni tanlagan ekanmiz, qolgan hammasini voz kechishimiz kerak. Masalan, men shu arlikshunoslik sohasi bo'yicha o'zimningki kuchimni joriy qildirishni tanlagan vaqtda men hatto tibbiy sohada ichki kasal, tashqi kasal, bolalar kasalliklari, ayollar kasalliklari nurg'un sohadagi tirishchanligimni to'xtatdim. Ben oliy maktabdagi vaqtimda bu shu arlikshunoslik doir narsani jiqirgunib, qolgan narsani bo'shroq o'rganib, 60 numar yoshsin. Astalam o'tib olgan. Men hozirgi bugungi vaqtda meni bolalar kasalligini ko'ldiz ko'ramayman. Ammo men uni o'rganmayman. Men shu badal hisobiga men arlikshunoslik sohasida mamlakat doirasida tasavvur turib kasblik boshlar orasida men millatimizning o'zini yo'riq qilish bir fursatiga erishdim. Shuning uchun biz tanlashni bilishimiz kerak. Tanlash manbai degandek biz cho'qim voz kechishni bilishimiz kerak. Shuning uchun manbai degandek biz shu hayotimizni laylayotgan vaqtda men nima bo'laman degan masalada men qizil yo'lni tanladim. Qizil yo'lni tanlaganlar cho'qim bir amal qilib eng jafoliq ya bo'lsinmi, ma'mur kasb, ma'murlik bo'lsin. Bir kentga berib aytavur sekretar bo'lamdi. Maktabga kelganida chatrak yaliga o'qib qo'ydi. Kent boshlig'i degandek. Bir ish qilib bir uyushtirgan bir yo'lga bo'lsin, badal to'lsin uning uchun. Yeshil yo'lni tanlaganlar o'zining kasbiy doirasida eng yaxshi taraqqiy qiladigan bir yerga bo'lsin. Haqsiz ishlasinmaydi. Texnik uyg'undigan ish bo'lsa, masalan doktorlikni uyg'undigan ish bo'lsa, masalan
odatdagi universal kasblarni o'rgandigan ish o'tib qolsa, bizningki tibbiy universitetning tarmoq doktorxonalari, kasbni masalan bizning kasbimiz o'rgandigan ish qolsa, doktorxona deganda keldi, hatto pul olmay, haqsiz ishilsimi, ash kasbni putilganligi vaqtda pul tabiiy holda o'zi keladi. Ondan keyin agar odatdagi mundaq bir ma'muriy xodim bo'lib ishlaydiganlar bo'lib qolsa, shunga loyiq bir yerlarni izlasin, chiqib qolish mumkin. İqtisodiy soha bo'yicha igilik tiklash yo'lida manga deganlar bo'lsa, boshdan boshlab igilik tiklash tarafda o'rganish qilsin. Mayli pul olsin, olmasin. Shuning uchun idarani tanlaganda men boy degandek o'zininki shu hayotini loyilash yo'nalishiga uygun kelishi kerak. Bütün hayatning jarayoni amaliyotda boshdan oxir bir xil uyg'unlikni talab qildi. Ballık vaktimizin tatı kıyırgıcı banga yönümüz, banga nişanımız, dışçalığımız birdek olsa, anandın kim hayat asla aldı halilere. Tüm kainat şundak. Bu xil birdeklik, bu xil to'xtamay izdinish, to'xtamay intilish ro'yi. Odam zotning necha ming yildan buyon uzluksiz olg'a ilg'iltayotgan narsa. Odamdagi eng chong isrofchilik nima desa, hech qasdni olib kechmaslik. Uning qiz kelib, buning qiz kelgandan keyin bu adam hech qanday yo'linishi yo'q deb qo'ygan. Bu odamning o'zuvchilik yo'linishi yo'q. Biz cho'qim kishilarniki yuqori, biz yoshlarniki yuqori ma'mur amal tutsa anandikin g'alaba qilgan bo'ladi deb qaramaymiz. Jiqpul topsa g'alaba qilgan bo'ladi deb qaramaymiz. Yuqori texnikani egallasa g'alaba qilgan bo'ladi deb qaramaymiz. Nima o'z g'alaba qilgan bo'ldi? G'alaba qilishning intayin muhim bir o'lchami shuki, odam o'z ichki dunyosida erishmoqchi bo'lgan g'oyasiga orzu umidlarga yetalsa. Masalan bir dehqon bugun kechda bir non bo'lgan bo'lsa, tomoq yegan bo'lsa bo'ladi deb umid qilgan bo'lsa, uning dasqiniga 2 non kelgan bo'lsa, u xo'shib ketadi. Baxt degan shu. Bu odam nayt baxtli bo'ldi degan gap bo'ldi shu. Ba'zi odamlar xeyla men bu yil 1 million pul topgan bo'lsam bo'ladi deb umid qilgan bo'lsa, 200 ming deb qolgan bo'lsa, bu nayt baxtsiz bo'lgan bo'ldi. Az deb qoldi. Orzusiga yetolmadi. Shuning uchun hayot amaliyotda boshqalar bilan solishtirish emas, o'zimiz bilan solishtirishimiz kerak. Hayot xuddi nimaga o'xshaydi degan vaqtda bir mashinani haydab uzun safarga borganga o'xshaydi. Qorong'u kechida, zulmat kechida yo'lda mashina balkim 200 metr yoki 300 metr oraliqni ichida yo'rtib boradi. Biz shu yo'lnish bo'yicha bir yerda bir munoq, bir nur bizni tartib turgan bo'ldi. Shu yo'lnishga qarab, yo'ldan chiqib ketmay, ang'ib ketmay, agirib to'qay yo'llar orqali shu nishonga qarab to'xtamay ilgarilayotgan bo'lamiz. Hayot amaliyot qanchalik bir yerlardan iborat. Shuning uchun biz qisqagina hayotimizda tuqqazimiz deydi ekanmiz. Biz chuqur tanlashni, voz kechishni, o'zimiz tanlab olgan ulug' g'oyada bo'shashmay, chin turishni bilishimiz kerak. Biz doimla ishlarni oddiy chaqlaymiz. Masalan, men nurg'un yoshlarga uchrayman. Ba'zi yosh bolalar "Nima qilyapsiz?" desa, men shu Dumtur bozorida do'kon ochibman. Do'kon egasi bo'ldim. Do'kon xo'jayini bo'ldim. Qanchalik bo'ldi? 2 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. Aytdim kayfiyat yaxshi. Sada shu bir korxonchi turibdi. Meni 2 oydan keyin qarsangiz, "Nima qilyapsiz?" Do'konni taqib etdim. Pasishga bo'lmaydi-ku u. Eskiga xaridorlardan tillaydi-ku. Demak, tayyorlik kerak. Oddiy tutqilab qolamiz. Bu dunyoda asoyish yo'q. Bunun keyin raqobatning kuchlanishini, kishilarning o'g'unishiga, kishilarning shaxsiy qobiliyatining eshishiga, hamkorlik o'yining kuchayishiga ergishib, bag'ancha har qanday ishni chiqarmoqda uchraydi. Taraqqiyga Allohda hatto ko'ch supurdigan, bu atrofdagi gullarni tozalab ishni tepishma asoyish emaskan. Shuningmi bir sharoit lazım. Men yillarda Amerikaga berib, bir mezgil turib kelganga xayri saxovat ishlari bilan shug'ullanib qo'ysam qanday bo'lar deb surishib qildim. Unda fursat qo'yganman ham, darrov o'qib qo'yaman, degan fursat chiqib qolgan qildim. Unda asoyish yo'q-ku. Xayri saxovat ishini qilish uchun uni maxsus tizimda o'rni va kasolatimizni tekshiraydigan, shunchalik qobiliyatimiz bormi? Shuni qarab o'rnashtirdik uni. Yugurib qo'yib olmaydi ekan. Demak, zamonning taraqqiy qilishi. Bizim taraqqiy qilamiz. Hozir biz taraqqiy qilayotgan bo'lak. Bizim kelgusi taraqqiy qilib bo'lamiz. Bundan bo'lsa har bir odam navoit saq turib o'zining o'rnini, orbitasini to'g'ri belgilashi kerak. Shuna qilib idoraninki o'ziga loyiq bo'lgan, ham o'zi loyiq bo'lgan idoraning topsidan kirgandan keyin o'rnining topsidan. Bu yerdagi intayin muhim masala nima desa,
muhim qandaq qilib shu tim bilan shu ishni qilayotgan bir guruh odam bilan siz orliqda yug'urilishni o'rganishimiz kerak. Men qandaq qilib idora qilgan lekin amilim tuzilsa, darajam yuqorilar, maaşın üstün bulan oylamaslık gerek. Oldu bilen oylaydıgan narsa nima desa, men qandaq qilib mushlarning arasida sizdin yug'urilib kirib, mushlarning bir tarkibiy qismiga aylanayna. Bu intayin muhim. Har qandaq bir tashkilot, har qandaq maylichadan tashkil topgan bo'lsin, yoki 30 adam tashkil topgan bo'lsin, yoki 10 ming adam tashkil topgan bo'lsin, yoki undan jiq bo'lsin, uningda bir o'rtoqlik bo'ldi. Bir oila tuyg'usi bo'ldi. Bir tavallik tuyg'usi bo'ldi. Şu tavallik tuyg'usiga tez suratda erishish haqida tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Men Amerikaga borgan vaqtda nishadim ziyorat bo'lib, nishadi bir cho'ng texnik shu Amerikada o'rib yashab qolgan bir yigit uchirdim. Bu yigit 8 yil o'tdi ekan, yashab turibdi. Nurg'un jafolarni chekibdi. Ko'zlarga yosh oldi. Yana bag'avoqlik qiladi, qopdi, osh qopdi. Koç süpürüptü, öbürünü tazlaptı, buluptu, aşğallarda hatırlığı için mülazimet çöptü, öz bitimini hattuşuğu çöptü. Aşında qilib yürüp, ahir özününki tokçılık kabiliyeti bakın, tokla aylaşmayınca yaxşı işletip, biz bağa vaqtda bunun külü degen, şondaq yaxşı iken, Washington'dan ki, naydım o, güzel bir dağının yanında dağçıları varken, iki maşinleri varken, külü degen, şunda yaxşı iken bunun. Sonra ben gap saldım. Sen Amerika'ya yeni gelgende kıyımlıksan, japat atıpsan, nafretinle mi sen Amerika'dan? Sen bunun gözleri çakçıyıp gitti. Onun için nafretinle mi? Amerikalıkның atı boğusu, muşu tıprakını berpa kılış için kantar akkuzuptu, cennetin vazgeçipti, nurgun kişilerinin ki Hristiyanlık olan muşundaq bir muhit şekillenipti. Ben tek gelip hiç qanday tök koşmadık diyegen. Ämi tök koşuq başlavatım. Ben nimem qasa sen nafretinle bir yerde. Demek biz her bir yere bağa vaqtda uyadın nemi girişme emas, ben uyadın nemi bereleyme degen oylashimiz kerak. Şu vaqt bizning qalbimiz, bizning yurgimiz, bizning tirishchanligimiz bir yere keladi, tabiiy holda atrofimizdagilardan bir xil ijobiy energiya, ijobiy kuch olamiz. Atrofimizdagilar bizning mavjudligimizdan huzur oldi. Bizni xohlaydi, bizni qo'yniga oladi. Bu xil tuyg'u intayin. Bu vaqtda anandan keyin asta-asta biz aşağıda ulardan hamkorlashishni o'rganamiz, ish qilishni o'rganamiz. Rastgapni deganda bo'libmi, ish qilib topmagan, jamiyatga chiqmagan kishilar uchun aytganda mayli, qanchalik chiq bilimni ko'p ketgan bo'layli, xizmat ishlash qobiliyatini aytganda texnik o'zdan boshlash to'g'ri keldi. O'rganishga to'g'ri keldi. Kamtar bo'lish kerak. Men ajabdan rayonlik piyollik bo'lib texnik yetaklash o'rniga ish tushgan vaqtimda bu idora qiziqarli bir idora, ko'p ish yo'q hamda. Siyosat xarakterli bir idora. Bizdan birini chiqib çaydan birinden koyup köprek adam başta oturduğum bir idare. Ben dastlabda oturduğum o'rindig'imni topolmay, eshikda turman. Ularning nazarida men Beijing tibbiy universitetini bitirgan o'g'il bola. Boshqa bu chuqur bir akavr nima. Chunki qolganlarning o'qish tarixi bunday o'qiraman. Asosan ayollarga qo'ydilar. Bu chuqur bizning ko'z bilmaydi deydigan bunday bir narsa bor ekanda, keyin o'qidim men uni. Ama no, kamtarlik bilan no faktorma. Lekin betul tak o'rindan qo'yma. Men sürtübatdisiz. Basni ko'tarib, sürtüdima. Mani yutkibatdisiz. Yugurib berib ketdima. Shunday qilib qisqa vaqtlarning orasiga cho'kib, ular meniki ishchilar uyushmasininki nimasi bo'ldim, ittifoq komitetining bir nimasi bo'ldim. So'rovlarni o'qitma, yo'llarni o'tkazib mulozimatlarni qilibdi. Chunki men kichikimda ishda o'rgangan. Men sinf boshliq etdim. Nima ish qiling desa, urush qolganlar yurib deb, qo'zg'olib boshqa qolganlar tomoq urib, ishda mulozimatda qilib yuribdi menda. Mulozimatni qilib yurgan qisqa vaqtda ularningki yaxshi nimasi hurmatiga erishdim, bejo'zdagi deb daraxt yedim. Shunday kitoblarni akilib qo'yib olib, o'tirib o'rganish qilsam, ularni achchiq kelmaydi. Voy, erkakdan o'rganish qil ishni biz qo'yaylik deb menga sharoit yarattirdi bular. Voy, kasallarga qolsin, voy erkak men miyada deb ko'zitib qo'ydi bir yaxshi munosabat, bir yaxshi o'zlashish shakllandi. Tamizlarni chiqardim. Bularning qaysi qiyinchilik bo'lsa, urushib qolganlar bo'lsa, urushib qo'yma, ashta qilib yurib, faoliyatlarni barma arqalar yonsa, jonlantirib buni ichim degan. Ashta qilgan keyin bularning hammasi har millat yaxshi ko'rdi. Ashta qilib qisqa vaqtda eshikni oldiga bir
ambulatoriya qurilganda sen chiqib ishadi ishla deb yaxshi yerni o'rnashtirib qo'ydi. Ambulatoriyada ishlash jarayonida ambulatoriyadan qanday holda qolganini bilib oldik. Ambulatoriyani bilib olgandan keyin chiqib ambulatoriya qurdik. Yomon bo'lmadi. Shuning uchun biz har bir idoraga kirgan vaqtda biz oldi bilan shu idoraga singishni o'rganishimiz kerak. Singish hargiz muhokamalik qilish, cho'ngchilik qilish, o'zangi suqishtirish, haq bilan hisob kitob qilish bilan o'lchanmaydi. Biz beshimizni ichimizga tiqib ishimizni qilgan vaqtimizda tabiiy holda kishilar his qila olmaydi. Bu xil mehr muhabbat, bu xil yo'l qo'yish, bu xil minnatdorlik tuyg'usini atrofdagilarga biz singdiramiz. Shu vaqtda biz o'zimizning qudratli kuchining borlig'ini yuzalaymiz. Bu har bir odam har qanday bir yangi muhitga borganda qilishga tegishli intayin muhim ish. Ash idoraning qayta tuzumlari mayli o'z qalbingizdan o'tsin. Qo'ldi bilan shuni to'liq tushunib, shu bo'yicha ijro qilishimiz kerak. Andan keyin singandan keyin shu idoraning odamiga aylanib, shu yerning xo'jayinlik tuyg'usi shakllangandan keyin uni endi o'tirib ketib, "Ag'illar, men namoq ekan, o'zgartmam do'q boshlaq." Desat, hech nima bo'lmaydi, o'zgartish mumkin. Ana bu bir necha yil vaqtda, pilotda texnik yedaklash o'rnini ishlayotgan vaqtimda bizningki Nazir pilotda ko'mniki Nazir idora keldi. Kelib maylan. Deb bir so'zlar boshliq kelmoqda ekan. Ayni ular qanday fikrim bor degandek men qag'alab qolganman yangiroq kelgini. Men qilib ko'pchilik vakolatlarni bo'ydan mundaq mablag'ni ko'paytirish kerak, uskunni yaxshilash kerak, mulozimatni kuchaytirish kerak, bu odamlarning o'rnini ko'tarish kerak. Rolni joriy qildirish kerak. Bu optimum rayonlik, pilotlik deb texnik yedaklash o'rni degan optimum birdan bir bu. Ko'pish sistemasi bo'yicha bu texnik o'rni bundaq joriy qildirish kerak. Debdim, qilamiz javobchilik qo'shilib ketdi. Demak, biz ashaldagi odamlarning qabul qilishiga erishgandan keyin ondan taklif bersak ular qabul qildi. Agar men ular udul turib bilib, hammamizda urushib chiqqan bo'lsam, voy menga ishni qilsin deb o'ylayman. Shuning uchun biz bir to'pqa qatnashgan vaqtimizda cho'qim shu to'pning odam bo'lishimiz, qalbimizni shu yerga tepishtirishimiz kerak. Biz doim baliq vaqtimizni tortib bir xil ba'zilar xato ko'z qarashni qabul qilganlar vaqtlik. Ziyon tortmaymiz. Ahmoq bo'lmaymiz. Kishilarga nima qilmanda qilmangan, hisob kitob qilib ko'rganda, siz bugun bir qatim iymon qilgan bo'lsangiz, men siz bir qatim iymon qilib qo'yman. 3-qatim iymon qilgan vaqtimda uni o'ylayman, men qachon iymon qilib qo'ya olmayman deb. Amniyat uning hech qanday zaruriyati yo'q. Siz ko'nglingiz samba har kim kamini shuni iymon qildim, bir kuni bir iymon qilasam bo'ladi deysiz, men voyoq bo'lmaydi deyman. Ishta qilsak, bu munosabatimiz uzoqqa berishi mumkin. Doim malaqi o'lyagdasizmi, haqimdasizmi, ziyon tortmayman degan odam ko'p sondagi kishilarning qarshi elishiga, qo'yni qilishiga erisholmaydi. Ko'z oldimizdagi ziyonga bardoshlik degan vaqtimizda ondan biz uzoq mezgillik qutuqlarni qozona olishimiz mumkin. Men doim bizningki Bo'g'dida yo'ldoshlarimga, qarindoshlarimga so'zlagan vaqtda bir misolni keltirdim. Men shu burungi hayot bo'lgan vaqtida bir boshliqimiz o'tirganda, u boshliqim bu programmani kamayda qachon hadaversak bo'ladi. Bu odam qiziq odamki, idoralik guruch eklatdi-da. Men meniki yoshlar birlashmasining sekretari bo'lganligim uchun nima demo ishchilar birlashmasining xizmatimda turmush aytdim. Shu guruchlarni erkin sen taqsim qilib ma'ar qo'ydi. Jimmaydigan jim yo'q. Shuning bilan zaman jiqqida 20-30 tag'ani ko'rib, elik guruchlarni taxminan ko'z o'lcharda qarab, tag'alarga bilmanda ish qilib. Shuni hammasini bilib oldim boshlayaq. Shoshib ketdi. Desam bu odam qattiq kirib, qarab, qaysi semizrak, egizrak ko'ringan bo'lsa, ish tag'ani meni uyimga kiribdi. Qag'alarni qag'alarga bilib deb chiqdi-da bu. Bir qanday qilib ketma. Ne 1 kilo ortiq to'rash. Guruch, ya 2 kilo ortiq. Erkin eng kichigini menga berib qolganini boshqalarga bera. Degan bo'lsa, butun bilimdagilar uni qo'llagan bo'ladi. Odam uzoq qolmaydi, o'zi bizdan chiqib ketdi. Bizda cho'qim qurbon berish ro'y bo'lishi kerak. Qancha qurbon berish bo'lgan vaqtda atrofimizdagilar bizga shuncha yaxshi narsalarni berish mumkin. Mayli shaxsiy korxonalarda ishlaylik, mayli hukumat idorasida ish qilib biz bir to'p odam bilan ishlaymiz. Ish qilib biz ikki masalada atrofimizdagilar bilan talash tortish qilamiz. Bu ikki masala nima desa, birinchisi ish taqsimotida. Masalan, ishimiz mushunchalik yana tozalash masala bo'lgan bo'lsa, siz jiq tozasangiz, men oz qoldi, men jiq tozasam siz oz qoldi. Bu vaqt ikkimizning o'rtasida siziqsiz bilib oldik ashulashim. Ashta qish bo'lgan. Men kichigimda yezliq bir maktabda o'qitdim.
Ез мектептен Nay bazardaki biz kuchadi sha deymiz, mayli. Shaga yetkilib kelgandan keyin hammamiz voy sanadin gapdi deb men toza ko'zga mayda qarida partishim bir endi o'tirgan bir yigit tarbiya ayit bo'lgan bir yigit bo'lgan. Ikkimizga maydonning bir qismini ma'lum bilib qo'yibdi. Ishlarni ishqim porlaysizlar. Bu to'pqomroq o'g'ashqa u nersa to'p o'ynab kagilunmidi. Shuna o'ylab biza bo'zaq qildi meni saraliq deb. Ya biza iliq yana o'tirdim sezib yerimini süpürüp, su çeşip koyup, köpektim bununla. Yakın. Bayaktaki yerimi kaykaldı. Şu umu topun oynap olup git kapı büyüge. Ertesi, şunu malım gülüp, tankıtlap gitti. Bu işkı malımızı biz adat olmaptı o. Meydanın hem yeri su sepişlik tozlaklıkmış mı? Yaka kas kılamdı o. Tankıtlap gitti. Onu yakarap otladım, hem yakarap otladım. Şunun dinkin ta bir şıkı yıl geçe. Елік тазылық вазипесі маңта келмейді де, бұл егіз қауыл болады. Ой, әркесі маяқ тоқ деп тұлам, тазылық еді де, менің вазипемнен қошатылар. Қажылық кетіне, ой, қап, немі болады, әшіншілік, яғни тазылық әсем, женім кетеміз деп. Біз бәзәуат кішеккен иштан талышымыз. Адам отырысыдегі талышы шеккенше жәттің нәдің бәрқылын болдысыңыз, дарамет жәтті. Мәселен, ұрғынлықы іш haqqı дейміз, мәселен, mukafat pulu deymiz. Mesela ishimizga o'xshash mukofot puli kelgan bo'lsa, na o'ylayman, mangjiqroq tegis keladi. Siz o'ylaysiz, sizga jiqroq tegis keladi. Mangjiq tegis sizga az qoldi, sizga jiq tegis menga az qoldi. Bo'libmi shaxsiy korxonalar bu intayin o'shan. Masalan, korxona egasidan xodimlar o'tirsida, yuqori qatlamda, o'rta qatlam o'tirsida, o'rta qatlamdan asos qatlam o'tirsida. Taqsimotni qanday qilish bu intayin muhim masala. Hech kim bekodim pul bermaydi. Shu korxona o'zi pul tetib, o'zi ilishib oldi. Korxona egasi jiqib olsa, xodimlar g'az qoldi. Yuqori qatlam jiqib olsa, o'rta qatlam g'az qoldi. O'rta qatlam jiqib olsa, asos qatlam g'az qoldi. Buni qanday qilib tamponlashtirish bu oson ish emas. Bu yerda intayin muhim bir mantiqi nima desa, biz chuqur yo'l qo'yishni o'rganishimiz kerak. Xuddi o'yga iymon kelganga o'xshash o'rgangan. Taraqqiyotlarda kishilar ongat intayin taraqqiyot qilgan. Mening bir saboqdoshim butun oilasi bo'yicha shu Shvetsiyaga o'tib ketdi. Oson ish emas. Bu yerda intayin muhim bir mantiqi nima desa, biz chuqur yo'l qo'yishni o'rganishimiz kerak. Xuddi o'yga iymon kelganga o'xshash o'rgangan. Taraqqiyotlarda kishilar ongat intayin taraqqiyot qilgan. Mening bir saboqdoshim butun oilasi bo'yicha shu Shvetsiyaga o'tib ketdi. Qanday qildi? Shvetsiyada kishilar bozorga chiqib, o'chirib turib, sayqiftat mevchiga olgan vaqtda machirin tanlab aksilkadi. Bu qanday ketdi? Bu qanday machirin tanlaydi, yaxshisin, yaxshiman desam, yo'q, unda emas. Men yaxshisin avasam, oqamda adam tursa. Bu meningki qarindishimga o'xshash tursa, bir shaharlik tursa, shahar aholisi tursa. Men uni yaxshisin avasam, machirinni tashlab qo'ysam sat emasmi? Shuning uchun yaxshining qaso'lab machirindan boshlab oldik ular. Biz hech qachon unday qilmaymiz. Biz yaxshidan boshlab qolamiz. Shuning uchun u Shvetsiya dunyodagi eng muvaffaqiyat qozongan davlat tuzilmasining birisi. Odamlarning safasi shu darajaga yetib bo'lgan. Shuning uchun biz bir kollektiv, bir to'p bo'lgan vaqtimizda ana shunday kollektivizmni, ana shunday to'p qilib shakllantirishimiz kerak. Bu bizning ma'lum bir idoraga kirishib ishlab ketishimizda, shu idorada o'z rolimizni joriy qildira olishimiz intayin muhim bir ong bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ish izlash masalasida yoshlar manbai deganga o'xshash oldi bilan o'zininki o'z hayotida zodi qanday odam bo'lganligini, nima ish qilib hayotini o'tkazsa o'zidan faxrlanadiganligini, xuddi Paul Ko'plarning deganga o'xshash, men ko'zimni yumgan vaqtimda hayotim ahamiyatli o'tdi deb o'zimdan faxrlanishni bilishim kerak deganga o'xshash. Biz hayotimizni yashab bo'lgan vaqtimizda men ajabni obda o'tkazib hayotimda faxrlik o'tkazish uchun biz hayotning beshig'la men hayotimni qanday o'tkazsam, rassom bo'lsammi, naqshchi bo'lsammi, uslubchi bo'lsammi, o'qituvchi bo'lsammi, cho'ng boshliq bo'lsammi, yoki cho'ng ziyoli bo'lsammi, texnik bo'lsammi, nim bo'lsam, yoki paravod deydigan paravod shofir bo'lsammi, ish qilib nim bo'lsam, men rahat o'taman umrimni degan narsani o'ylashimiz kerak. Onundan keyin shu nishonga to'g'ri keladigan yo'llarni tanlash jarayonida oldi bilan qo'saqlik qilishni o'ylashimiz kerak. Ba'zi to'g'ri kelmaydigan ish yo'qasini saqlab yotmay, ko'z oldimizga kelgan ishni qilg'ash tursak bo'ldi, ammo bundan ezib ketmay, to'g'ri nishonga qarab davomni qoldirib ilgirlashimiz kerak. O'z nishonimiz uchun zarur bo'lgan qobiliyatlarni to'xtamay yetildirishimiz kerak.
biz ish qo'llashdik, xizmat qildik deganlik harbizmi bizningki izlanishimizniki, o'rganishimizning to'xtab qolganligini tushuntirmaydi. Masalan biz Bog'da barliq xodimlar orasida to'xtovsiz o'rganish o'yini tashabbus qilamiz. Biz yuqori qatlamdan tortib o'zimiz ulgu bo'lib, hozir Bog'da o'rganish to'lqini, o'rganish qizg'inligini qo'zg'atyapmiz. Masalan men o'zim desam, men Bog'da qurilgandan keyin 97-yil qurildi. 2002-yillargacha asos jihatdan kasbiy materiallarni, erlikshunaslik haqidagi texnik materiallarni ko'p izlanib, shu jihatda ham material ko'rib, ham yig'inlar qatnashib, mamlakat sirtida asosan texnik masalalarni ko'p o'rgandim. 2002-yil Bog'ning ko'lamining ilgarilishiga ergashib, boshqarishning muhimligini, doktorxon boshqarishning o'z oldiga bir ilm ekanligini his qilib, men doktorxon boshqarish haqidagi o'rganishni kuchaytirdim. 2002-2004-yilgacha Xinjiang tibbiy universitetida tibbiy boshqarish kasbi bo'yicha aspirant o'qidim. 2004-yildan 2006-yilgacha Beijingga berib, shu Li Jiaqing degan kishi ochgan Changjiang savdo boshqarish institutida shu MBA, ya'ni yuqori darajali qarta savdo sanoatini boshqarish ilm bo'yicha korxona boshqarish o'rgandim. Undan keyin to'xtamay ham kasb ham doktorxona boshqarish haqida tirishib o'rganyapman. Bir tarafdan o'zimning haqiqiy qobiliyatini o'stirish, ikkinchi bir tarafdan sabdoshlarimga, atrofimdagi qarindoshlarimga ulgu bo'lish. Bizningki boshlig'imiz bizning oldimizga qadam o'rgatgan bizni tushunmaymiz. Bu bizning yosh kichik yoshlarga nisbatan aytganda bir ulgu bo'lishni tutib, to'xtamay o'rganish qilyapmiz. Shuning uchun odam to'xtamay o'ziningki shu nishonni qarab ilgirlashni bilish kerak. Hayot amaliyotda biz bir cho'qqa qarab to'xtamay ilgirlash jarayonidan iborat. Ba'zilar azroq minutlar atrofdagi baland manzillarga mas'ul qilib shu yerda uxlab qoldi. Shunda uning borgan yeri shu bo'ldi. Ba'zilar ko'zini yumbilibla atrofdagi manzillardan munkar yo'q, to'xtamay oldiga manganda bir kun to'kta ko'z yumilib ketib qoladi. Butun mangdi, lekin ko'ranmadi. Hayotning lazzatini so'ramadi. Ba'zilar qadimini to'xtatib qo'ymay, nishonni to'g'ri bayqab, sagak oldiga mang'ash, atrofdagi manzillardan to'xtamay o'zirib mangan bo'ldi. Shuning uchun biz hayotda ham to'xtovsiz izlanish, tirishchilik, ham o'zimiz va atrofimizdagilarga shu daqiqada, shu sekundda, shu vaqt chekida yetarli hayot lazzatini berish, ato qilishni bilishimiz kerak. Bu haqiqiy yashashdagi muhim bir qobiliyat bo'lib hisoblanadi. Rahmat Erkinjon aka, nurg'unlagan atrofli bilimlardan xabardor qildingiz. Hozir atrofimizda atalmış temir tavaqdan ümidan o'zib, o'z oldiga iyilik tiklash orzusida bo'layotgan yoshlarimiz intayin ko'p. Nurg'unlagan yoshlarimiz shu turibmiz. Bularning ichida ishlar yurishayotganlarmi? Shundaqla ish boshlab, ishlar yurishmay, nishoniga yetmayotganlarmi? Aldirab ish boshlab qo'yib, keyin qanday qilishni bilmayotganlarmi? Qanday ish boshlashni bilmay tangirib qolayotgan yoshlarimiz intayin ko'p. Mushu yoshlarimizni ikki yil yuraksiz xizmat bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Bu men aytib qiziqadigan bir tinkan. Amaliyotda o'zimga nisbatan aytgan vaqtda iyilik tiklash jarayonini desak, tasoddifiy emas desakmi bo'ldi. Chunki men oliy maktabning o'ttirik mazgillaridan tortib, shunday bir o'z oldimga ish qilishning imkoniyati haqida o'ylanib kelgan. Tasodif desakmi bo'ldi. Chunki dastlab kirishgan vaqtda biz hargizmi o'zining umumiy ko'lamini, taraqqiyot jarayonini loyilab qo'yib turib qilgan emas. Ketib o'tib, asta-asta ahvol qarab, ko'lamni kontrol qilib, ilgirlab mangan. Endi shu sohada izlanish yo'lida yoshlarga nisbatan men deydigan birinchi eg'iz gapim shu xil g'ayratga olib bering. Har qanday millat, har qanday ijtimoiy to'pning inovati oxir hisobda shu to'p ichida buyuk korxonalarning, buyuk korxonchilarning bo'lmaganligi tarafidan belgilandi. Masalan, nemislarda yo'q, yaponlarda yo'q, butun dunyoda nurg'un buyuk korxonalar orqali kishilarga o'zining mavjudligini to'ldirib turyapti. Shuning uchun bizning shu yarasharlashgan, ijtimoiylashgan, zamonaviylashgan, uchurlashgan bugungi dunyoda o'zimizning buyuk korxonalarni yaratish huquqimiz va majburiyatimiz bor. Ammo masala shu ediki, iyilik yaratish hamma odamga mos kelishni atay. Buradagi muhim bir masala nima desa, iyilik tiklab o'z oldiga ish qilish xiyolda bo'layotgan yoshlar
oldi bilan cho'qim nimaning hozirgi zamonda yoki kelgusida kishilarning eng muhim ijtimoiy ehtiyoji ekanligini bayqash kerak. Biz ish qilgan vaqtda, ilik tilgan vaqtimizda men bu ishni yaxshi ko'rib deb qilsak bo'lmaydi. Mening ishim alayda. Men erlikshunaslikni yaxshi ko'rganligim uchun shunday munosabatli ish qilgan. Ammo odat kishilar uchun qilgan vaqtda o'zimizning yaxshi ko'rdig'ini emas, xaridorlarning yaxshi ko'rdig'ini bilishimiz to'g'ri keladi. Chunki biz bozorlik bo'lganda, xaridorlik bo'lgan vaqtimizda aningdan keyin bizning ishlarimiz yurishadi. Agar biz xaridorlarning ehtiyojini o'ylashmaydi ekanmiz, bu ishni qilib bo'lmaydi. Shuning uchun biz qaysi xil kasb, qaysi xil ishni tanlagan vaqtimizda xaridorlarning ehtiyoji mening uchun intayin muhim bir halqa. Ikkinchi muhim masala, biz chuqur o'zimiz tonishlik bo'lgan sohani qilishimiz kerak. Agar biz tonishlik soha ichida zamonning ehtiyoji bo'lmay qolsa, biz qilmoqchi bo'lgan ishimiz bilan oldi bilan yetarli tonish bo'lib, ondan u ishni davomlashtirishimiz kerak. Masalan, bayatin shudan ko'rib bozorda do'kon ochgan yoshlarni misol oldim. Yugurib chiqiblam ota-onasidan yoki urug' tuqqanlardan ozroq qarz olib ishni boshlab ketdi. Do'kon ichi asa o'xshaydi. Men deyman, u odam agar shu ishni qilmoqchi bo'ladi ekan, shunday do'konda uzoq mezgil ishlab boqqan bo'lishi kerak. Bu do'kon qachon ochiladi, qachon taqiladi, mal nereden keladi, nega ketadi, xaridorni qanday kutish kerak, uning taktikasi narsa, nada bir necha odamni boshqarishning amallari qanday, uni o'rganish kerak. Ondan keyin qilish to'g'ri keladi. Shuning uchun biz cho'qim o'zimizga tonishlik sohani izlashimiz kerak. Ma'lumotga o'qiyotgan vaqtimda bizniki yurtdan shu har xil yurtniki yerlik mallarni ishga olib sotadigan odamlar bor, yosh bolalar. Bunun ichida qo'yning achchiq uchini ishga olib sotadigan bolalar bor. Bu achchiq uchini bular da qarablam manchpol yaplam qahning qo'ldan ilib chiqib apordi ekan. Apagandan keyin ishkirda ularni sotib oldiganlar qanday qildi desa, ularni sotib oldiganlar bir simotdan ishlangan bir rayon bo'lib, uni suv tushib turdi. Shu yer orqali bu uch joyning ichiga suv qochilaydi. Suv orqali suvni ichiga qochilib qissa, uning diametrini ichida teshik va yo'qligini, atrofining teshilib teshilmaganligini uqib oldi. Demak, u qancha teshilmagan bo'lsa, diametri qancha cho'ng bo'lsa, bu shuncha pulga yaraydi. Shundan bular shunday o'lchaplab, sizning uch joying manjin darajada kuchaygan. Shuning uchun bu mancha pulga yaraydi deb ular o'tkazib oldi. Masala shu yerdaki, bizning yoshlarimiz haqiqatki qassobning qo'lidan ag'a vaqtda unda jarayonni boshdan kechirgachga, bizning yoshlarimiz jiq pulga yaramiki deb qo'ygan 3 oy ishkirga qolganda a'loni o'lchimidan o'tmasdan azon chiqib qoldi. Bizning odamlarimiz yaramaydi deb azon pulga qo'ygan 3 oy ayada qimmat pulga uchrab qolish mumkin. Men dedim, buni o'rgansanglamamda o'tsam qanday qilganimiz dedi. Sizlarning o'rningizda men bo'lsam, men shunday 3 oy zavod qildiganlarning yeniga berib, haqsiz bo'lsa bir necha oy ishlayman. U hech qancha murakkab narsa emasga o'zim bilan qo'pirib asli bo'lgan narsa. Shu yerda ishlab o'rganib qoidasini, o'zimning ma'lamda ashtaq narsani birini qurib, menni o'lchab, anandan keyin o'lchamga tushirib akelaman. O'z bir odamni to'xtatib qo'yma, bahoni to'xtatib, chunki baho to'xtamay tavrab turdi. Ash baho to'g'rilab olaman. Ash bahodan foyda qilib olaman. Bunda qilib olmang demiş, ziyon chiqmaydi. Unda olmaydi ekan, bu ishchi ichida yomon qiziqda. Ba'zida yugurib keldi, chiroydigan qo'shol, men mana 200 ming qo'y payt topdim deb. Endi bir kuni yig'lab keldi. Men mana 300 ming qo'y ziyon topdim deb. Chunki qiymatga qo'ydi bular o'qimaydi. Demak, biz o'zimiz qilmoqchi bo'lgan ishga yuksak darajada tonishimiz kerak. Nima ish qilishimizdan qat'iy nazar. Bu birlik tiklashdagi ikkinchi muhim diqqat qiladigan omil. Uchinchi diqqat qiladigan omil nima desam, ko'lam cho'qim o'zimizning boshqarish iqtidorimizga mos kelish kerak. Ba'zan bolalarga qarab cho'ng-cho'ng to'y-to'kin o'tkazadigan restoranlarni ichib olgan bo'lsa, ota-onasining imkoni bor, iqtisod mablag' solish imkoni bor bo'lsa, oshta restoran ichimada to'g'ri ichib olgan. Uni boshqarish iqtidorimiz bormi, yo'qmi? Oldindan bir ikki jo'z quydigan tamoqxonadan birini ichib chiqish kerak. Shunga yetam deyapman-da. O'zimiz chiniqib, ko'zimiz yetganda undan asta ko'lam cheklanib sakdi. Bu korxona xuddi bir paroxodga yoki bir cho'ng bir organizmga o'xshaydi. O shuni kontrol qiluvchininki qobiliyati shunga yetadi. Agar sizning qobiliyatingiz kichik, 2-3 kishilik
Unda kemini aydashqa yetsa, shunchalik kemini aydab turishimiz kerak. Yo'q, Titanic haqidagi parxodni aydab olgan bilan uni aydashqa qobiliyat lozim. Muz nada va qachon avval rolni burash kerak, qachon nima qilish kerak, uni nurg'un murakkab boshqarish qonuniy metodini tushunmay turib, yo'q, hech qaysi vaqtlamay shuning uchun o'zimizga loyiq ishni topishimiz kerak. 4-chi, ilmiy tiklash jihatda yosh do'stlarga berilgan maslahat nima desa, biz ish qilishning darsligida bilan markaning naqadar qadr qimmatli narsa ekanligini bilishimiz kerak. Bizning odamlarimizda marka qattiq tunish yetarli emas. Hozir biroz eshitdi, burun texmo yaxshi emas deydi. Masalan, bunun burun bir ağabeylerim bulduğunda Türkiye'den kelip mishada xurum chapan sattıgan. Xurum chapanni dastlabda bizga ashularga ketgan desek ham bo'ldi. Vaqtda xurum chapan kiyishni ancha bilmaydigan kishilar ashularga kelgan. Men dedim, bu sizlar bir do'kondan birini ochsanglar, o'zingizning markasini chaplasanglar, shu chapanni haq og'a vaqtda odamning markasiga deb olsa, yaxshi emasmi desam, yo'q deb keyinchi marka qilmay, asta-asta ularningki marka alaylik ifoda etdi. Meni yana bir ağabeylerim buldugan. Oshxona ochdigan. Ularning kelib puli chiqilib ketgan bo'g'ashqa oshxonaning o'rni. Faqat bir ikki kunga kelib turdi oshxona. Qayerda, qaysi yo'l oshxonasi ismini shunga o'tkazib oldi. Ozodlik yo'l oshxonasi, ozodlik yo'li musulmonlar Uyg'ur oshxonasi. G'alibiyat yo'li esa g'alibiyat yo'li oshxonasi. O'zgarib qoldi buning ismi. Bir markani usquni yo'q. Hammamiz bilamizmi shu Dell degan shirkatni, Dell shirkati. Dell shirkati dastlabda ashuni ochgan odamning ismiga qo'yilgan ekan. Bu yigit alimentat o'tayotgan vaqtda kompyuterni mana remont qilib yasab qo'yish kerak deb vojib ketganda bu. Professorlarningki, ma'lumlarningki, saboqdoshlarining kompyuterlar buzilib qolsa, buni yataqqa kirib ketgan. Yasab qo'yganlar. Shundan bu yasaklab kichik bir do'mbilakning ustiga o'zining Dell degan ismini yozib, pok chaplab qo'yib berilgan. Mushu narsa chaplangan kompyuter bunchalik vaqt ichida buzilib qolsa, men haqsizlar qayta hesab beraman. Mening qo'limdan chiqqan kompyutermi shu. Asta kishilar voy darajasimiz deb butun maktab bo'yicha kishilar ashni izlaydigan bo'ldi ekanda, shundan keyin turib ketib, voy bu oldilar shirkatga joylaydilar, shirkatga chiqib, kompyuter remote qilib asta kompyuter ishlab chiqarib, Dell'dan iborat hozirgi dunyoda intayin mashhur kompyuter shirkati maydonga keldi. Shuning uchun bu yerdagi marka cheksiz qimmatga ega. Masalan, biz benzin mashinaningki oldidagi shu Bitongrakning ichidagi ushsizlik ashi belgini shunday ko'rgan vaqtimizda ko'nglimiz yurib ketdi. Vau, katta mashina ekan-da mavda. Aqo'ncha 20 yil ketgan, qo'n taraqshib ketgan mashina bo'lsin, ashi belgini ko'rsak, bir xil indi xo'p qolamiz. Isl mashina keldi edi. Amaliyotda u belgini burun kishilar bilmaydi. Shuni mashg'ulot qiluvchilar, shuning egillari uzun yillik mashg'ulot jarayonida shuning shunday bir ruhni ato qilgan. Qolgan narsalarni shunday, masalan, Coca-Cola deymiz, nurg'un markalar, masalan, Sony deymiz, Toyota deymiz, Honda deymiz, mushlarning hammasi shu markaning yaratuvchilarininki uzoq mezgillik aql parosati amgigi natijasida anondan keyin shakllangan marka. Shuning uchun biz dastlab tulam olim odis ish cho'ngib qolsa, markani qanday qilib degan narsani o'ylashimiz kerak. Markaga kelgan vaqtda biz cho'qim kishilarning oson esida qolgan, ixcham bo'lgan, o'xshamagan tilda o'xshashli jaranglik digil bo'lgan bo'lsa, shu ishni qiluvchilarga ilhom beradigan biror otni topishimiz kerak. Masalan, Misranim to'yi, bunga yaxshi, Misranim degan bir siliq, Misranim qilichi deymiz. Bizga o'xshaydigan bir yaxshi odamga nim beradigan otni topishimiz kerak. Ularning hammasi shu korxona qiluvchilarininki bir ulug' g'oyasiniki, jiroq natijasining borligini tushuntirdi. Ba'zilar va uzun ot qo'yib olgan. Bir mashhur bir oshxonani ko'rganda, shunchalik yo'g'on u xat. Mashinaga ketib olsangiz, abashdan boshqa o'qib olmaysiz. Ustuna to'sh. Falan hajim, ustuna to'sh, tumshuq, falan hajim, Uyg'ur tamdagi go'zal tamlik oshxonami bilmayman. Uzun deb isingizga qolmaydi. Shuning uchun cho'qim ismi qoldigan, oson sindirilib bo'lgan. İstemalchilar tarafidan oson qabul qilinadigan bir ismni tepish kerak. Ijobiy bo'lgan bunday bir ismni tepish kerak. Bularning hammasi shu ishni qiluvchilarniki uzoq mezgillik tirishchanlik bo'lgan. Hozir bizning masalan oddiysi oshxonalar desak, nurg'un markalar shakllanyapti. Bularning hammasi yaxshi ahvol.
kiyim-kechak, ishchilik, boshqa taraflarda asta-asta kishilar markaning qimmatini bilmadi. Ammo masala shu ediki, markaningki oxirgi qadr-qimmati hargizmi uning aytilishining jarangliq yana bir qandaqlik tarafidan belgilanmaydi. Uning eng zo'r qimmati nada desa, uning xaridorlar qalbidan o'rin olganligida. Xaridorlar qalbidan o'rin olish uchun uchuqum, to'limi sifatlik, to'xtamay yangilik yaratadigan, xaridorlarning yangi ehtiyojlaridan chiqalaydigan, xaridorlarni xotirjam qiladigan bo'lish kerak. Va ishkini olib shunday bir benzin mashinani to'xtatib qo'ygan bo'lsa, ishkilanmaylar. Qaqrabni turgan bo'lsa, jiq ishkilanmaylar bu mashina. Qimmat pullik mashina deb o'ylayman. Chiqib o'tirma bu isli mashina. Nima ish deganda shu benzin ishligichilar uzoq mazgil yolg'onchilik qilmay, xaridorni aldimay, yangilik yaratib, ishonchlik, sifatlik, pulga loyiq mal ishlab chiqarib, ashundaq bir ruhni singdirgan. Biz ma'lum bir markani yaratgan ekanmiz, o'z markamizga sodiq bo'lishimiz kerak. Har qanday ahvol ostida shu marka uchun jinimizni tikishni bilishimiz kerak. Aytishcha Yaponiyada bir rah oyoqchilik qilgan bir cho'ng shirkat bor ekan, rah bo'yaydi. Ikkinchi dunyo urush mazgilida shu pul bo'yoq yetishmay, shu zavodniki zavod boshliqlari oldirib ketiblar, boshqa yaramsiz bo'yoqlar bilan rahlarni bo'yabdan chiqib ketibdi. Sifatsiz chiqib qoldi bu rahlar. Chiqib qolgandan keyin bu korxonaning xo'jayini bu ishni bayqab qilib, bu rahlarni akilib, shu yerga to'xtatib, shu zalga, shu pichog'ini chiqarib boshqa o'tirdi. Tiniblar, rahni buzib ketdi. Hech qanday odamningki sifatsiz malni chiqarishi ruxsat yo'q. Amaliyotda shu malni shunday yetibsa, kimga jiq ziyon bo'ldi desa, shu xo'jayinga jiq ziyon bo'ldi. Kimga jiq isroflik bo'ldi desa, shu xo'jayinga jiq isroflik. Agar setayotgan bo'lsa, kimga jiq foyda bo'ldi desa, shu xo'jayinga jiq foyda bo'lishi mumkin. Ikkinchi dunyo urushi, mal sotilmayotgan odamlar ish qilib bermayotgan intayin jiddiy masala. Bu Jumboda masalan Hire shirkati degan shirkat bor. Hire shirkatniki boshlig'i Jamolimin degan odamning intayin mashhur bir harakati bor. Dastlabki mazgilda bularni shu o'yinlarga avatan shu ishlab chiqaribdi bular. Avatan shu ishlab chiqargan vaqtda qandaqdir bir zavoddan sifatsiz mallar magazin kirgit qilib nomuvofiq inkasni olindi. Olingandan keyin shu yaxshi bo'lmagan mallarning hammasini dövlab qalbdan chiqib yurtda odamni oldi. Chiqib bu odam. Nurg'un ziyon bo'ldi Hire'ga. Ammo bugungi kunda Hire Jumbo'dagi eng buyuk korxonalarning birisi aylandi. Shuning uchun biz ma'lum bir markani chiqargan vaqtimizda biz shu markamizga sodiq bo'lishimiz kerak. Men bug'ninki ishlar yurishib, biroq bir bank chiqib yaxshi bo'lib ketgan vaqtda 60 oylik piyollik turibdi yetaklash o'rniga shu vaqtda mas'ul bo'lgan xodim bana bir taklif bergan. Shu siz burun ishlagan shu piyollik turib texnik yetaklash o'rni toza undan yurishmay qoldi. Nishagim bir qo'shimcha bir boshqurib naqdramsa. Buni ismini bo'g'dab o'zgartirib bo'lamdi. Mesela yo'q unda qanday qildi bu degan muhim hukumatning o'rni tursa bu bo'lmaydi deb. Men dedim bir qancha ta'rim bo'lsa-mu bo'g'da deb atalgan shu daraxtning tuyiga oqtirgan. U yerdan qanchalik manfaat, qanchalik yaxshi narsaning kelishi uchun muhim emas. Chunki bo'g'da 20 yil, 50 yil, 100 yil, 200 yil, hatto 1000 yillik bir buyuk igilik nishonini qarab ketayotgan korxona. U yolg'iz mening shu oyda, shu yilda, shu mezgil ichida qanchalik pul topishim, qanchalik bir shanshirakka erishishim tarafidan belgilanmaydi. Uning sog'lom, uzoq mezgil menish ma'nosi uchun intayin muhim. Shuning uchun biz har qanday bir markani yaratgan vaqtimizda shu markaga yuz keladigan, shu markaning haqiqiy qadrini qiladigan ish faoliyat bilan shug'ullanishimiz kerak. Masalan, yemak-ichmak bo'lib qolsa, unga chuqur sog'lom narsalarni qilishimiz kerak. Masalan, shu ishkirlardanimizga ma'lum bo'lsa kerak, yaqinqi mezgilda Shonquy deydigan bir shu go'sht yemaklar sotadigan bir shirkat bor. Endi bu musulmon jo'g'u bo'lmag'achqa bizning qarindoshlarimiz tushunmaydi, ammo intayin cho'ng shirkat Shonquy degan. Tuyuqsizlar orasidan ishonchsiz mazmun chiqib qolib narsa. Bir oqshom bilib ayron bo'ldi. Shunchalik buyuk korxona bir oqshom tugashdi. Demak, sizlikni qo'g'lishi, yengilligini qo'g'lishi, o'zining xaridorlariga haqiqiy sodiq bo'lmagan marka buyuk bir narsaga natijaga erishadi. Ba'zi korxonalar
Bazı markalar 100 yıl, 200 yıl, onundan artık yaşap, neçe avlat, aileden aile götüp, adamdan adam götüp, hazırgacha şundaq özünün qudretini saqlab kelyapti. Biz zamanımızda mı ana şundaq büyük karxanalar, ana şundaq büyük markalar çıkış mümkün. Ama mesela bizde ana şundaq bir cüret, ana şundaq bir gayret, ana şundaq bir vicdan, ana şundaq bir qalb, bir g'oya, bir nishon bo'lishi kerak. Shu vaqtda anandan keyin biz o'z xalqimizni emas, boshqa xalqlarni, chet eldagi boshqa millatlarni qoyil qilib biz korxona markalarni yaratalaymiz. Korxona qurishdagi 5-chi muhim halqa nima desa, korxona demak hamkorlashish demak. Biz chuqur hamkorlashishni o'rganishimiz kerak. Men xo'jayin bo'ldim, daplam qog'ozlarni ko'zga ilmayman qilib bo'lmaydi. Biz bir xizmatdosh. Masalan, bo'g'dim desak, mayli u tozliqchi yoki qarovul yoki doktor, sestra yoki kim bo'lishdan qat'iy nazar, biz g'urur jihatdan barobar ekanligimizni har qachon eslatib turamiz. G'urur nuqtasi hamma odam o'xshash. Faqat vazifamiz, ish taqsimotimiz, mas'uliyatimiz o'xshash emas. Kirimizmi shunga qarab o'xshamaydi, ammo biz odamiylik jihatdan o'xshash. Shuning uchun biz kishilar bilan hamkorlashishni o'rganishimiz kerak. Bu xil hamkorlik ro'yi, bu yerda nurg'un mazmunlar va hamkorlik ro'yining ichiga kirib ketsak, ma'lum shakllar, ma'lum masalan boyaqidek marka, hamkorlik ro'yi, mulozimat engi, qimmat qarishi deganlar yig'ilib bir korxonada shu korxonaning korxona madaniyatini shakllantirdi. Shu korxonaning korxona madaniyati amaliyotda shu to'pninki, shu korxonaninki qudrat topolmaslikdagi eng muhim ro'yi kuch bo'lib hisoblanadi. Xuddi o'z vaqtida Leyfin deganga o'xshash, yashash uchun tomoq yeyish kerak. Ammo yashash tomoq yeyish uchun emas. İşiniz gerek ki, mayli xo'jayin bo'lsin, mayli korxonadagi odamlar bo'lsin, shu ishni qilishdan maqsad tirikchilik qilib pul tepish uchun, ammo yolg'iz pul tepish uchun emas. Insonning g'ururi, bir xil qaznish kayfiyati intayin muhim. Biz shunday kayfiyatga hurmat qilishimiz, ana shunday bir korxona madaniyatini shakllantirishimiz kerak. Bu xil hamkorlik ro'yi intayin muhim. Ibn Fartiman deganlarda bilirlik tegishlik 6-chi muhim masala nima desa, korxona u bir hozirgi zamondagi mavjudlik bo'lish bilan g'arb davlatlarda u 200 yillik taraqqiyot jarayonida u muqim bir andiziga, yashash andizisiga bo'lgan narsa. Uni masalan strategiyasi deymiz, tashkiliy qurilmasi deymiz, odam qabul qilish deymiz, odamlarning amgak natijasini baholash deymiz. Bu maliya tartibi deymiz, ma'mur tartib deymiz, kasbiy bexatarlik deymiz. Buning hammasiniki o'xshamagan kasblarga mos qiladigan, bir-birisidan biroz farqlansa, cho'ng jihatdan farqlanadigan bir qator qonuniyatlar bor. Uni cho'ng jihatdan tegishli darajaga borganda undan o'rgansimi, shunchalik qabul, chunki u jihatga masalan men gapini qilgan Janjang YMB'ga o'qishdan aytib qimmat. Yugrab qoplamani berib o'qiy olmaydi. Bo'lmasmi? Kichigidan boshlab shu tarafga qarab menish kerak. Masalan, uning bir piramida shaklli qurilmasini shakllantirish kerak. Boshqarishning odatdagi aqalliy andizasi nima degan vaqtda aqalliy andizasi bir odam jiqadan boshqasi bo'ldi. Ammo bir odamni jiqadan boshqasi bo'lmaydi. Bir odamning chuqur birli boshlab bo'lish kerak. Bir odamning ikki tarafdan, uch tarafdan boshqa vaqt ish qilish kerak. Bir adam ko'padan boshqasi bo'ldi. O'nidan 20dan, 2dan boshqasi bo'ldi. Ammo bir odamni chuqur bir odam boshqarish kerak. Bu boshqarishdagi piramida shakli. Undan boshqa har bir odamninki mas'uliyati, huquqi, daromati barobar bo'lishi kerak. Yuqori mas'uliyatni ustiga odamning oldigan daromati jiq bo'lishi kerak. Huquqni cho'ngroq bo'lishi kerak. Huquq cho'ng, yuqori daromad oldigan odamninki majburiyati cho'ngroq bo'lishi kerak. Bu xil tartibni asta-asta ketib berib shakllantirish kerak. Biz chuqur hamkorlashish jarayonida boshqalarni qanday boshqarishni, boshqalar tarafidan qanday boshqarilishni o'rganishimiz kerak. Boshqarishni qabul qilish kerak. Hammamiz ilg'ibazli to'plarda chiqadi. Uchimiz korxona qursak, hammamizniki lider vaqtimiz keldi. Bizniki cho'ng kamchilik besh yerda. Biz chuqur askar bo'lishni bilishimiz kerak. Biz chuqur yo'l boshlab menishning qanchalik zo'r tavakkulchilik, qanchalik zo'r xatar, qanchalik cho'ng mas'uliyat ekanligini bilishimiz kerak. Hammamizning shunday mas'uliyatni ustimizga olishimizni atayin. Ba'zilarning shunday qobiliyati bo'ldi, uning shunday fursatni berish kerak. Ba'zilar
tish og'ida nima ishni bilish kerak. Bu taraqqi topgan alladagi tishlardagi intayin muhim asos sapa. Masalan biz Titanic degan Titanic nomorliq markali parxodning chekib ketganligi haqida kinoni ko'rdik. Shundoq tuyuqsiz paytda parxod chekib ketgan vaqtda o'sha kishilar shu varamchiroqning orasida tizim tashkillanib bolalar, ayollarni parxoddan tushirib, garchi oz qismini chiqarib olgan bo'lsa-mu, tartib shakllantirib oladi. Bu tartib topgan alladagi asos sapa. Tartib topmagan allar unda tartib shakllantirib bo'lmaydi. Tartib deganlik nima desa, ba'zilar boshqurishni qabul qilish kerak. Tartib degan nima desa, tuzum, qoida usul, shu o'rinning qonunlari belgilanishi kerak. Buni ishni qilishga bo'ldi, buni ishni qilishga bo'lmaydi. Bu narsa asta-asta har bir korxona, har bir o'rinda shakllanishi kerak. Men bir yaqin birodarim bo'lib, kichigidin aqlliq arxil ishlarni qilishga amroq og'inamdi. Ammo ba'zi erkinlikni yaxshi ko'rdi, ixtiyoriy. Shundan bu avvalimiz kompyuter mulozimatdan shug'ullangan o'rni ketgan ko'chada. Yaxshi yurishib ketgan bo'lg'achqa men uzunchaga berib ochaman deb tushunadi. Keyin men bu avvalimizga dedim, "Endi bu ko'chada problem nima bo'lsa, sen buni tashlab ketib birinchi kelamsa" desam, bu biroz xafa bo'ldi. Sen yaratmadi ham. Men birinchi qalanmaydi deb o'yladim. Ko'chadagisini taqib ketiblam, birinchi keliblam, ichib oldim. Shuni qarsamda bu ochdi kompyuterxonni. Riskisi yo'q. Esib qo'ygan. İçine olgan telefonum yok. Haydi tüzüm mü yok? Bu akşamüstü ba'zida sorularda oturup kaldı. Vaqti keldi ishqa. Kelgan kelib ishlaydigan bolalar titrab ishga turdi sirtda. Ochiq yo'q o ishga ochdigan. Shundan bo'ldi. Nima boshliq kelib ishni ochdi. Ambadan kirib o'tirdi. Tomoq vaqti bo'lganda akabi tomoq yeb kirsak bo'pti kelsa, "Men yemedim. Nima qildiraysan? O'tira." deb ishini qildi bolamda qarab ishlab turdi. Shundan bir ketib bir qilib bola to'xtamaydi edi. Moliya tartibi yo'q. Mendim ag'inam mega yuzkidan bir az chiroyli bo'lsin. Ish qilganligini yoz, telefondan birini qo'y, xaridorlar o'qsin. Undan keyin men bir necha bolaning ichida birsini mushunga rivojlik qilib sayla, o'zing ba'zi kelmaysiz, ba'zi kelmaysiz. Pulni shuni yozib xotirlab qilsin, hech kim aytib qo'yish ketmaydi. Ishni ish kerak bolalarga. Shu bola qolganlarni boshqa qilsin, tarbiyala. Soat manchida ishlaymizda shunchalik kel. Yabimiz bolalar shunchalik kelsin, ish kechilsin. Manchida taqaymizda shunchalik taqa. Uni o'zlükçülük tartib olsun. Unda tartib yo'q. Oxirida odamlarning ish yurishmay, do'konlarni taqib etib ketib qoldi. Demak, tirishlik qilish qilmaslik shu odamning g'ayratiga bog'liq. Biz korxonani ochaman, ilik tiklayman degan ekanmiz. Amalning barcha uzoq mezgil ma'nolaydigan tegishli ko'lamga ega bir korxonani shakllantirishimiz kerak. Men bo'g'di qurilgan dastlab mezgillarda shunday gapni degan. Har qanday bir korxonani o'rnatib turman ekan, bu tegishli ko'lamga o'ziga xos boshqalarga o'xshamaydigan alohidlikka ega bo'lish kerak. Menimcha bu gapim hozir mukish kelgan. Shuning uchun biz korxona quramiz degan ekanmiz. Kichikgina. Men bu yerda dedim avval bir kichikdan qilib chiqish kerak deb. Ammo kichik korxona uzoqqa boramaydi. Uni chuqur amalda kengaytirib ko'lam shakllantirgan vaqtda uning men degandek qoida usullari, tuzumlari, orbitasi, g'oyasi, korxona madaniyati asta-asta shakllangan bo'lishi kerak. Ondan u kengayadi. O'ziga xos alohida bo'lishi kerak. Haqning shunda o'rta qolmaydi. Xalq buni ishlab chiqarsa, uni ishlab chiqarsa, xalq buni ishlab chiqarsa, buni ishlab chiqarsa. Men qaysi sohada o'zimning rolini joriy qildira olaman degan narsani tadqiq qilish kerak. Uzoq mezgil shu jihatda izlanish kerak. Ya'ni shu vaqtda bizning asta-asta yuksak qudratli dunyodan qova korxonachilar chiqishi mumkin. Albatta, bugungi suhbatning temasi izlanish va hayot. Boshqa ko'proq vaqtda qanday qilib ish izlab topib jamiyatga moslashish haqida ko'proq to'xtaldik. Izdilik tiklash, korxona boshqarish bu ayrim bir mazmun, ayrim o'z oldiga bir tema. Bugun qisqa qanday qilib ishni boshlig'i bo'lganligi haqida so'zlashdik. Haqiqiy korxona boshqarishniki tartiblari haqida menimcha fursat bo'lsa, muvaffaq paytda tondashlar bilan boshqa muhitda paraqlashishga bo'ldi. Yuqorida iyilik tiklashning yo'llari haqida so'zlab kelib, market to'g'risida to'xtalib qoldingiz. Unda bo'lsa, mush bir sizni so'ragan bo'lsam, shu bug'da degan so'zningki kelib chiqish tarixi va ahamiyati to'g'risida turdoshlarimizga qisqacha bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Bug'da ismining qo'yilishida dastlabki vaqtda biroz tasodif edi. Biz dastlabda
амбулатория құрған уақытымызда şu Ürümçideki Abdülmalik Halk Doktorxanasının aldı tarafındaki Boğdu yolununki yerinde tuttuk. Şunun için Boğda degen Boğda ambulatoriyası diye adını koygan. Ama Boğda'nın tarafı kılışığı ergişip biz bu atalğınınki bizge intayın maskılgan uzak mezgillik bir marketin yapıladı, kıymetini yapılagan büyük bir atalğınlık his kıldık. Çünkü aldı bilen Uygurların medeniyet yanında Boğdu çok kısa bir yükseklik, bir mazmutluk, bir xil işenç. Biz Boğdu ata deymiz. Bir xil mihriballık, bir xil iguluş, bir xil yüylengili bulduğan mundaq bir tuyğunu berdi. Bu xil tuyğu amaliyatda bizning butkul medeniyet hadisimizde intayın muhim bir hadis bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun biz bundan to'liq suyundik. Shundaq bir qatni xatoligimiz bor. Ondan keyin Boğda biz Xanzucha o'rigan vaqtimizda Boqida deb Xanzucha ma'no tushuntiradigan shundaq bir ilm fanning yuqori pallasiga yetishdan iborat bir g'oyani uqtiradigan bir odam qo'yildik. Xanzuchimi, inglizchimi Boğda desa mayli yaxshi anglandi. Boshqa tillardami oson tushdi, odamning oson esida qoldi. Boshqa kishilar deb qaysakmi Şinjanning shundaq bir taqcho'qqisi varmış, taqcho'qqisininki aytdi desak. Biz keyingi vaqtda Boğda Marks bilan bizninki Boğdu'nunki karxana medeniyetini imtihan zid yolda gireleştirdik. Mesela bizninki maxsus Boğdu'nunki Boğdu marşı var. Boğdu marşının başlanışı, baş mısrası da açtık yapta. Boğdu çok kısa tikli adamı. Meyli soğusumu şiddetlik boran. Tobuz veya ki karmız yorgan. Üstüde karlar, asıda güller. Boğda çok kısa tikli adamı. Bu biz Boğduluklarının bir ruhimiz. Birleştirdik. Ondan başka Boğdu'nunki karxana belgesi. Logo. Da biz içiga İngilizce Boğdu degan xatni yozib, bizninki Boğdu'nun başlangan vaqti 1997-yilni yozib, sirtiga Xanzucha Boğdu'dan Uyg'urcha Boğdu doktorxonasi, Boğdu hospital degan xatlarni yozib, uni nurg'un murakkab ma'nolardan tushundirdik. Bu bir teleskopning atrofi, teleskop orqali qaragan vaqtda Boğdu'dan ibarat bu cho'ng B va B'ninki birlashishi Boğdu cho'qqisiga baş holatda dastlab turgan bo'ldi. Buning uchuq tayyorlanganligi Boğdu cho'qqisidan ibarat bu büyük til bizni o'ylab turgan bo'ldi. Boğdu egiligi kelgusida ana shunday bir buyukligiga uning rangi masalan qora, oq, ko'k uch xil bo'ldi. Hatta Boğdu'nun ichidagi puroqlardan tortib, Boğdu'nun ichidagi umumiy bezlikdan tortib, boshdan oxir ana shunday Boğdu'dan ibarat bir markaga birlashib ketgan bo'ldi. Hozir bizningki Boğduluklarning qaysi doktorxonaga borsak, o'xshash bir manzara, o'xshash bir holat, mayli kiyim-kechak bo'lsin, mayli bizningki belgilarimiz bo'lsin, ko'rib bo'ldi Boğdu degan xatni. O'g'il hodisa bir tarafdan biz Boğduluklarda bir xil faxrlanish tuyg'usi, har bir Boğdu xodimida bir xil ashnoga bo'lgan bir hurmat, bir xil yiqish, shu xaridorlarga muloqot qilgan vaqtda mening har bir harakatim, har bir so'zim, har bir faoliyatim mushu markaga mos kelish kerak, mushu xil buyuklikka uyg'un kelish kerak degan bir xil ishga uyg'un paydo qilish. Ikkinchi bir tarafdan bizning xaridorlarimizda ijtimoiy jamoatda asta-asta bu xil ongni bayatdan ketinayotgandek sinalari belgisiga o'xshash bu xil asta-asta ong ijtimoiy ong shakllandi. Shuning uchun biz hozir 15 yilga yaqin mashg'ulot qilish jarayonida uni beo'xshamligini o'rgangan narsamiz. Asta-asta tushunib o'rganish jarayonida bag'ancha takomillashtirib, mukammallashtirib, boshqa mukammal korxonalarningki davlat atlagan xalqaro cho'ng korxonalarning nima uchun shunday qilganligini, nima uchun bunday qilmaydiganligini asta-asta tushungandan keyin biz asta-asta shuni yaqinlashtirib mashg'ulot qilib ketyapmiz. Shuning bilan bu holat kelgusida Boğda degan ism mayli biz millat orasida anglansin yoki boshqa yerda anglansin, mayli nerda anglansin, shunday ko'payish sistemasiga munosabatlik, bo'libmi arlik-shunoslik munosabatlik, kinliklik mulozimat bilan shug'ullanadigan sog'lom ayol, muhabbatlik oiladan iborat mana shunday bir nishonga ilgirlab ketayotgan bir to'p kishilar yoki bir buyuk muqaddas bir korxonani tushuntiradigan bir muhim ham oddiy ham jarongli bir belgiga aylangusi. Shuning uchun Boğda Marksniki bizga shunday nesib bo'lishini bizning barliq hozirgacha bo'lgan izlanishlarimiz, tirishchanliklarimiz ichidagi eng muhim
erishgan g'albalarning birisi deb qaraymiz. Rahmat Erkinjon aka, oxirida sizningki buningdan keyingi arzu nishoningizni anglab baqqan bo'lsak, shundaqla turdoshlarimizga bo'lgan yurak sizig'izni anglagan bo'lsak bo'pti. Bo'ladi. Menimki bugungi kunda albatta nishonim yana shu ikkisini yig'sak yana shu bir ish, birisi shu arlishunoslikdan iborat shu ilmni ilmiy tadqiqot, klinik ishlatishchanlik va uningki munosib tarbiyalash faoliyatlarini ado qilib berish. Endi shunday bir ilmiy xizmat orqali bugunning o'rnini ustun ko'tarish, xalqaro millatning yuzini yo'q qilish. Hozirning o'zidami mamlakatlik arlishunoslik jamiyatida tegishli o'rin olib, biz o'tirib qo'ygan shu jinsiyat psixikasi haqidagi yangi uqum, yangi tushunchalar hozir insoniyatningki shu sohadagi bir qism bo'shlig'ini to'ldirish yuzasidan ilg'inib meng'otdi. Bu biz qilishga tegishli imkoniyatlar, o'zim qilishga tegishli imkoniyat muhim g'oya. Ikkinchi birisi texnik muhimi hamda bog'da hozir tashkillanib 340 dan ortiq xizmatchi xodim, bir bosh organ, 6 tarmoq doktorxonadagi bir turlashgan, bir guruhlashgan davolash shunday bir organga aylandi. Bu organni qanday qilib texnik sog'lom, texnik qovul holda taraqqiy qildirib, zamondoshlarimizga munosib ehtiyoj va bemorlarga xizmat qilish iqtidorini ustun ko'tarish va o'xshash shu yo'sinda millatningki muhim bir zamonga loyiq korxonasi qilish bilan millatning yuzini ustun qilish, yoshlarimizga bir taraqqiy qilish, yashash sahnasi hozirlab berish, avlodlarimizga shu yo'sindan bir muhim bir amniza, bir ilk qoldirish. Turdoshlарға deydigan yurak so'zimizni bu yerdan biri chiqdi bu. Oxirida agar bir yig'iz gap bilan xulosalaydigan bo'lsak, menimcha har bir odam o'ziga xos hech kimga o'xshamaydigan shu jahonda o'ziga xos bir qimmat egasi. Odamning shu dunyoga yorilishi atrofidagilarning oldida, shu jahonda, shu dunyoda boshqalarga tegishli turtkusini qo'shish uchun cho'qim qo'sha oladi. Har bir odam o'ziga xos ulug' bir g'oyaga, ulug' bir nishonga ega. Shu nishonga yetadigan yo'l nada desak, qadrimizning ostida. Biz o'ylab o'ltag'anga, osmon qarab o'ltag'anga bu yo'l echilmaydi. Biz o'rnimizdan qo'pib, g'ayrat shijoat bilan, sagahlik bilan oldimizga qarab bir qadamdan manga vaqtimizda ondan keyin yo'l nishdan shakllangan. Ondan keyin biz o'z g'oyamizga qarab bag'anchi yaqinlashgan bo'lamiz. Hayot qisqa desak qisqa. Qisqa emas desak u ancha qisqa emas. Biz hayotning har bir daqiqasida, har bir minutida o'zimizning ahamiyatli emgaklar orqali men bu yerda o'tganga o'xshash yolg'iz bugun emas, hayot uchun foydali bo'lgan ahamiyatli emgaklarimiz orqali odatdagi odamlarning aqli yetmaydigan va yoki o'ylab o'ltaganda joyimizda o'tirib boshqa to'g'ri vaqtimizda o'zimizning aqli yetmaydigan mahsulotlarni natijalarni qo'lga keltirishimiz mumkin. Bizda bir yig'iz gap bor. Ko'z qo'ygancha qo'l botir deydigan. Biz cho'qim botirlik bilan oldimizga qarab minishni, mayli o'zimizning shaxsiy safosini ustun ko'tarish jihatdan bo'lsin, mayli biror xizmat to'shqisini egallab boshqalar bilan hamkorlashib o'z qudratimizni namoyon qilish bo'lsin, mayli men bayda o'tganga o'xshash igilik yaratib bir to'p odamni boshlab qudratli bir suran navbatgan bir zo'r qo'shinni boshlab hozirgi insoniyatdagi shunday bir musobaqaga, shunday bir hayot raqobatga qatnashish jihatdan bo'lsin, bizning hozirgi yoshlarimizning cho'ng umidi bor. Hozirgi yoshlarimiz shu jihatda texnik cho'ng ishlarni qilaydiganligini ishonman. Masala bizning o'ylab yetolmasligimizda, masala bizning o'ylashga jur'at qilmasligimizda, masala bizning o'ylagan narsalarimizni bir qadamdan bir to'shqadan ishga oshirishga tutinmaganligimizda. Shuning uchun men bayda o'tganga to'g'ri nishonni belgilab, to'g'ri usulda oldimizga qarab maqsadlar, mo'jiza bo'lgan bu dunyo har bir odamga o'zining aqli yetmagan darajada mo'jizalarni ato qilish mumkin. Qadrli ko'ruvchilar, izdenish va hayot temasidagi bu qadimgi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Oxirida doktor Erkin Hashimning teniga salomatlik, ishlariga o'ngishlik tilaymiz. Shundaqla buningdan keyingi kasbiy hayotining texmo ma'nilik o'tishiga chin dilimizni tilaklash bildiramiz.
Ko'raman do'stlar, kelarki san programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha salomat bo'linglar. Xayr xo'sh.